Maydanda. Çıktı mı? Assalomu alaykum, ikromli qarindoshlar, hammanglarga mush vaqt xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, Umid Musaboyev, ekranimizga xush keldingiz. Va alaykum assalom, rahmat. Qarindoshlar, soat 11da 10da başlamoqchi bo'lgan programmamiz tizma texnik sabablar tufayli ozroq kechikib qoldi. Buning uchun hammanglardan kechirim so'rayman. Umid Musaboyevga bir oy burun men o'zimniki Facebook hisobida Umid Musaboyevga uch xiyat va 11 savol deb 11 savolni e'lon qilgandim. Ko'plagan qarindoshlar bu savollar nihoyat qiziqdi. Buni yozma shaklda emas, mush naq maydonga chiqib bir Umid Musaboyev videolik bir javob bergan bo'lsa, texnik ko'proq qarindoshlar anglaydi deganlik uchun bu naq maydon suhbatiga o'rlashtirdim. Men tunji qatim o'zim buni o'rganib qildim-da, shunisiga ovozda kelyapti, qanday bo'layapti, vaqtida bir qoldirib qo'yasizlar. Ovoz yaxshi bo'lsa, hozir biz boshlaymiz. Umid Musaboyevga men uch xiyat va 11 savollarni yozishniki ozroq bir tarixiy orqa ko'rinishlari bor. Umid Musaboyev izchil tor dunyosida o'ziniki kuzatgan Uyg'ur mustaqillik harakatining o'zining kuzatgan nuqtalardan nurg'un savol javoblar orqali o'zining ko'rsatmasini o'ttirib qo'ydi. Men bu Umid Musaboyevniki muloyisini izchil anglab nurg'un savollar kallam kelganlarini yozib qo'ygan, shuni to'plab e'lon qildim. Shuning uchun buni ozroq bir orqa ko'rinishni sizlarga bir eslatib o'tmoqchi. Her bir Uyg'ur o'z millatining oldida o'zidagi mas'uliyat va majburiyatini hisob beradigan bir ong shakllantirish kerak. Kimki millat oldidagi mas'uliyat va majburiyatidan o'zini qochirdi ekan, u hamon bir kuni xalq tarafidan tashitildi, vijdon azobi chekadi xotiramdan. Ya'ni bizniki nurg'un tashkilotlar qurildi, lekin tashkilotlar qurilgan bilan tashkilotni qurib chiqqicha hech qaysi millat oldida o'zining mas'uliyati, majburiyatidan millatga javob bermaslik. Buni hamimiz ko'rib turibmiz. Mush reallik asos qilib bu narsa yozib chiqdim. Assalomu alaykum, hurmatli Umid Musaboyev. Uyg'urlarning siyosiy hayotiga munosabatlik tor dunyosidagi jiddiy shakldagi talash tortishlarga o'zingizning kuzatgan nuqtasidan tahlil qilib, xulosa chiqarib, o'qirmanlarning qiziqishini qo'zg'ab kelyapsiz. Men mo sizning suhbatlaringizni qiziqib ko'rayotgan birisi bo'lish suhbatim bilan har qatorliq suhbatlaringizni ko'rib nurg'un savollar kallamga keladi. Siz 2 yil Sharq Turkiston Yoshlar qurultayining bosh kotib vazifasini o'tash jarayonida sizning rahbarligingizda elib berilgan bir qism faoliyat va harakatlar, shundaqla o'ngchillarni bir bayroq ostiga yig'ish uchun qilgan tirishchanligingiz va buning keyingi qadam bosqichlari haqida izchil diqqat qilib kuzatib kelayotgan biriman. Sizni bultir Gollandiyada ochilgan Sharq Turkiston Yoshlar qurultayiga keldikan deganda, men yuqori ahvollar haqida siz bilan bir suhbat o'tkazib, bu haqda Sharq Turkiston Yoshlar qurultayiga bir nazar deb tarafsiz holda mustaqil kuzatuvchi sifatida bir naq maydon suhbat yoki bir yozma yozishni o'ylashga edim. Ham bu vaqtdagi fikrimni Sharq Turkiston Yoshlar qurultayi a'zolariga yetkazgan edim. Gollandiyadagi yig'inga kelolmaganligingiz sababidan bu suhbat qilish imkoniyati bo'lmadi. Biz g'arb davlatlarida yashab, mush davlatning ma'rifati o'qib, xizmat va ijtimoiy hayotda nurg'un narsalarni ko'rdik va his qildik. G'arb jamiyatida har bir odam o'zi qilayotgan xizmatida u mayli yuqori darajalik amaldor bo'lsin yoki odatli fuqaro bo'lsin, o'zining mas'uliyat va majburiyat asosida o'zining qilayotgan xizmatidagi mas'uliyatidan javobgar bo'lib, xalqqa yoki boshqa o'z xizmatidan javob beradigan bir ong yetilgan ekan. Ammo biz Uyg'urlarda shu Sharq Turkiston Uyg'ur degan ismlarni qo'llanib, Sharq Turkiston mustaqilligi Uyg'ur da'vosi qilyapmiz degan tashkilot rahbarlaridan qilayotgan xizmatlaridagi mas'uliyat va majburiyatidan xalqqa javob beradigan biror ahvolni hozirgacha ko'rmadik. Ham bunday ishlardan so'z etish mumkin emas. Faqat yozma shaklda yoki video shaklda chiqarib qo'ydi, ammo bu vaqtda savol so'rg'il bo'lmaydi. Savol so'rasak kaydirgan qalpoq tayyor. Men hozirgacha o'zim tarafsiz o'rinda turib, o'zim yashagan va shohid bo'lgan ishlar haqida his qilganlarim asosida millatimizning o'rtaq manfaatidagi bir tarafmilik, soxtalik, byurokratlik ishlarda tanqid yozmalarni yozib,
Münasebetli şəxslərin ismini bevosita atab, ochiq şəkildə suallarını sorab, ularning javob berishini talab qilib, bir qancha yozmalarni e'lon qildi. Bu orqali xalqning tafakkurini g'idiqlab, millatimizning o'rtaq masalasida sagak turishga, kuzatib fikr qilishiga, Uyg'urlarning siyosiy harakatiga munosabatli masalalarni analiz qilishiga sabab bo'lib qolsam, bumi millatim oldidagi bir majburiyatimni ado qilgan bo'ldikanman degan ong asosida yezib kelyapman. Hozirgacha Erkin Olibtekin, Dolqun Eysa, Umar Qanot, Farhod Yo'rinqosh, Erkin Akram, Erkin Sidiq, Rushan Abbos, Abdukim Idris, Ataullah Shoir qatorliqlarga o'zining millat oldidagi mas'uliyati doirasidagi xizmatlar haqida ochiq xat va savollarni yozib e'lon qilgan bo'lsam-mu, faqat Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Erkin Akram akamizdilla so'rgan savollarga tafsil javob berdi. Ammo qoyil qilarliq emas. Asli savoldan chetlanib ketiglik. Nimli bo'lsin javob berganiga rahmat aytaman. Qolganlarning hammasi siz ko'rib ta'kidlaydigan toshbaq taktikasini ishiltib, jimmi turib olib, jim turib olsang nima qila olaydan deb o'tkazib etdi. Ammo ular javobsiz qoldirgan bu savollar tarixning betiga putilganini xayoligim keltirmadi. Ammo ular Uyg'urlarni kuzatuvchilarning bu savollarga qanchalik diqqat qilayotganligini bilalaydi. Chunki Uyg'urlarni kuzatuvchilar Uyg'urlar yozgan yozmalarni davomli o'qib analiz qildi va ba'zilari men bilan bu haqda bevosita fikr almashtirdi. Men ularga agar mening bu yozganlarimga boshqacha qarashli bo'lsang, shularning o'zidan bevosita so'rasang bo'ldi deb yozma tili ilingan shaxslar bilan bu haqda ko'rishni talab qildim. Talab qilaman. Biz aslida Sharq Turkiston Uyg'ur nomida tashkilot qurib, millat uchun xizmat qilyapman deganlarni kuzatish, ularning qilayotgan ishlariga odil baho berib, yaxshi qilayotganlarini qo'llash, ammo o'z nafsiga cho'g' tortib, millatning o'rtaq manfaatiga ziyon solayotganlarni, millatni parchalayotganlarni tanqid qilib, o'zining mas'uliyatidan millatga javob berishga qistash orqali xalqimizning hushyor ekanligini bildirib qo'yishimiz kerak edi. Afsus, uzun muddatda Xitoyning diktator hokimiyati ostida yashab, erkin tafakkur bug'ilgan xalqimiz demokratik davlat yashabmi, yangi fikr erkinligidan iborat erkin tafakkur qilish, dodillik bilan o'ylaganlarni ifodalashdan o'zini qochirib, ro'yitiga singib ketgan diktatorlarcha tafakkurning osoridan qutulmagandek bicholikni his qilyapmiz. Bu bir afsuslanarli ahvol. Bundan keyin texnik ko'p tarafsiz kuzatish sifatida o'zim kuzatgan ahvollarni shaxsning shaxsiyatiga, xarakteriga kirmay, faqatla millatimizning o'rtaq manfaat haqidagi ishlarda davomli ochiq xat shaklda yozma yozib xalqimiz bilan o'rtoqlashishni o'ylashyapman. Shunga sizga bir qancha savollarni so'rash orqali sizning bu xizmatimizdagi mas'uliyatdan xalqqa javob berishingizni umid qilaman. Mana bu meniki bugungi elib bormoqchi bo'lgan suhbatimniki markaz ideyasi. Endi biz bevosita savollarga kirib ketamiz. Birinchi savol. 2 yilning oldida siz litseyalaringizda diasporadagi Uyg'ur tashkilotlari haqida umumiyuzlik analiz elib berib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi tashkilotlarning mustaqillik emas, avtonomiya talab qilganligini Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilgandan buyon qilayotgan xizmat har qaysi davlatda ochgan yig'inlari bergan bayonotlarini o'zimizning kuzatgan nuqtasidan dalil isbot bilan dodliq bilan o'tirib qo'yib, diasporadagi xalqimizning yuksak diqqatini tortgan edimiz. Shundaqla tashkilotlarni o'zining g'oyasi, nishoni qilayotgan xizmatlar orqali o'ngchi va so'lchi tashkilotlar kategoriyasini tizib chiqqandingiz. Sharq Turkiston mustaqilligi bizning qizil siziqimiz, mustaqillik bizning birdan-bir nishonimiz degan o'ngchi tashkilotlar bilan o'ngchilar ittifoqini shakllantirib, Sharq Turkiston mustaqillik uchun hamkorlik asosida birlik hosil qilamiz deganda, hanim bo'lsa chechilama tashkilotlar Sharq Turkiston xalqining o'rtaq manfaatida bir yerga kelib, o'rtaq g'oya, o'rtaq nishonni asos qilgan bir munbarni shakllantirgan bo'ldi deb ko'pchilikimiz xush bo'lgan edi. Afsus, bu o'ngchilar ittifoqimi birlik kelib bo'lolmay, birlik kelib bir munbarni hosil qilolmay qoldi. Buning sababi nima? Rahmat savollaringizga. Abay deganimizdek savol so'rsam ko'p kishilar javob bermadi dedingiz. Bu demokratik davlatlarda cho'qim javob berish kerak. Savoldan qashqan adam saxta yani. Cho'qim savolga javob berish kerak. Va savolingizga rahmat aytaman. Rahmat. Hozir boshda imzoning savol chiqarib ketsam, oldida natijaning so'radingiz-da.
İki xil narsa. Birincisi, xalısınız bütün suallarınıza udulmuşdaq cavab berey yoki ikkinchi xil uslub men nima sho'g'ilni so'zlab beray beshida, ya'ni plan qandaq tuzildi, andikin so'rsingiz bo'ldi. Siz tanlang. Musha savolingizga javob berib turishaymi? Qoldi keyin qolsin mayli desangiz. Birdan qilsak, mana 11 savolni o'zim Tamam. bir chiqqanimcha. Tamam. Savolni yutib ketmasak. Tamam. Undaq bo'lsa, nima uchun bu nima bo'lmadi? Ya'ni biz 10 ming imzo to'plangandan keyin bu yerda xalq bizni yetaklanglar, bizda sizlarga yetaklanish orzusi va o'ng taraf mustaqil degan bir nimani bildirdi-da maydonni. Endi bu yerda o'ng tarafdagilar yetaklashi kerak, yetaklashilishi. Amaliyotda 10 ming imzo yig'ilishdan burun men o'ng tarafni yetaklay oladigan 15 odamni bir yerga yig'ishga tirishgan. Bunun ichida o'ng tarafdagilar ko'rishni xohlaydigan ismlarning hammasi degidek bor. Bir ikkisini xato, keyin xatolashganimni his qilgan bir ikki odamni akirib olganimizmi bo'pti. Ammo shu sizlar tasavvur qila oladigan Solih Xudoyor qarinishimizdan tortib Abdurashid Qarliq ma'lumgacha, Ruqiya Turdish xonimdan tortib yana bir aylangacha shu vaqtdagi o'ng taraf deyilganlarning ko'rishni, bizni yetaklashga deb orzu qilgan odamlarning hammasini yig'ishga tirishdim. Bu 10 ming imzodan burun. Ama bu 15 adam bir yerga kelamadi. Bizning Uyg'urchada ishlar tez bo'ldi ekan, ya'ni. Ba'zi odamlar Mehmet do'stimay yo'q deydi ekan, birisi Mehmet bo'lmasimay yo'q deydi ekan, yana biri jiq bo'ldi. Shunda 10 ming imzoni etiviti aslida 10 ming imzoni shu yerda maslahatlashib chiqib, 10 ming imzoni uningdan chiqib etib, 10 ming imzo to'plangandan keyin shu 15 odam ekranga chiqqan bo'lsak, mana 15 odam qildik bu ishni, xalq bizga ergishinglar, biz 2 oydan keyin ma'lum davlatni ko'rishimiz degan bo'lsak, butun millat qo'zg'alib ketadi. Ammo u 15 odam bir yerga kelamadi, har xil sabablardan. Uningdan keyin tashkilotlarga o'tdik. Tashkilotlarni bir yerga yig'aylandaq bo'lsa imzo qo'ygan dedik. Tashkilotlarda jiqida yaxshi nima yo'q, ya'ni cho'ng fikr yo'q, hammasi suhbatlashdik, hech qanday nim qilinmaydigan, yo bunda qilsang bo'lmaydi degan shaxslarni ko'rgan narsani ko'mdik tashkilotlarda. Lekin tashkilotlarda mandaq masalani bayqadim men. Ba'zi tashkilotlar ichida, masalan, ijroiya komitetlarining ichida, ijro qiladigan organlarning ichida 20 Dünya Uyghur Qurultayini qo'llaydigan, 20 surgunlik hukumatni qo'llaydigan, ya'ni ijroiya komitetining ichi solchi ham o'ngchidan tarkib topgan. Bu xildagi tashkilotlar harakat qilinmaydi, chunki ijroiya komitetining ichida qaror olinmaydi. Jurunglar biz mayaqqa mangdiq, sizlar biz bilan birga kelinglar desangiz, o ijroiya komitetining 20 qurultay taraf bo'lgandan keyin ularni harakat qilg'izmaydi-ku bizning ichimizda. Shuning uchun tashkilotlarning ichidagi mushtaq mexanizmlik masalalarni ko'rdik, bayqadik. Chunki ba'zi tashkilotlarda hech qanday mas'ul yo'q, biz tayyor degan, masalan, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati deymiz. Uniki yana ba'zi tashkilotlarda bir rahbar bor, uning yenidagi odamlar biz bilan davomli nimani mang'alaydigan odam yo'q, ya'ni rais bilan ko'rishsangiz va boshqa odam bilan munosabatni mang'ayli desangiz ojiz. Shuning uchun ba'zi tashkilotlar tayyorken ama bazı teşkilatlarning tayyorligi yo'qken, ba'zi tashkilotlar o'ng bilan solni kallasida tushunmaganken, ijroiya komitetining ichi aralash, a'zolar aralash. Shuning uchun biz buni vaqti kelmabdi, buni biroz keyin chekindiraylik degan shaklda keyin tatdik. Xo'sh, endi men ikki narsani tushundimda, birinchisi siz avval shu diasporadagi bizning Sharq mustaqillik harakatidagi ko'zi ko'ringan shaxslardan bir guruh tashkillashga tirishibsiz, shundaqmi? Bu guruhga kirishgan vaqtingizda bu kas men kelmayman deb shaxslar o'ziniki bir-birisi bo'lgan o'chmanlik yoki kelishilmas sababidan birga kelmadi, ma'nosi menda tushundim, shundaqmi? Birinchisida o'chmanlik emas, har xil sabab, har xil sabablar, ishonmaslik, u bu degandek sabab. İkincisi, endi shaxsan eklab qo'llanmagandan keyin tashkilot kuchab boqay deb, 15 tashkilot qilsangiz, o tashkilotning ijroiya komitetida o'ng solchi, balki ashula shu ijroiya komitetini tashkil qilish jarayonida o'zining o'ng solchiligini bilmaganlikdan emasdan gap. Ba'zi 3 xil g'ariba tashkilotlarning ba'zilari butunlay tayyor, ba'zilari o'ng solni aranmagan, ba'zilari nima ichida hem qurultayning hem ba'zilari ideya jihatdan aranmagan o'ng solni, ba'zilari fizikal, jismoniy jihatdan o'ng solni aranmagan. Shu 3 sabab.
Ma aniq bo'ldi. Rahmat, ma birinchi savol. Ikkinchi savol. Siyosatchining siyosat bulaşık sebep öz milletning o'rtaq manfaat oldida ichki ixtilof, shaxsiy adovat, o'chmanlikni bir yer qo'yib qo'yib, bir ustallik qilib öz milletning taqdiri haqida qanday hamkorlik elib berish haqida o'rtaq fikr hosil qilish edi. Ammo hozirgacha bu yo'lda hech kimmi hamkorlik asosida bir munbar hosil qilish tashabbus o'tirib qo'ymagan edi. Fakat leksiyalarla sözlügen bilen ama emeli kadem besişinin yolüsü de dadıllık bilen başka teşkilatları bilen birlik hasıl kılış asası da çakır kılmaya idi. Siz bu vakti dadıllık bilen kızıl sızgımız Şarkı Türkistan'ın müstakilliği de gapni yoğun kılgan 14 teşkilatını bir arka ekleyiş için hareket kıldınız. Her kayısı teşkilatlar ayrım halda sohbet ötküzüp baktınız. Ama teşkilatlar bir arka kelmedi. Bu sizin severliğinizden oldu mu ya ki başka teşkilatlarının sükut turvelişinden oldu mu? Bazılarının deyişçe Ümit Musabayev yüzü diyen vəzik əməl qılmır deydi. Bunun siz qanda qarayısınız? Alt bilen bu 14 teşkilat onun biriye kelişidin burun. Mındaqça siyaset degende, hazır siz siyasetçi degen ixtilafını tüyütüş gerek dediniz doğru. Siyaset degende on sol iki tarafı mangandı mı? İki taraf bir-birisiyle polemik etişidu. Oçuk sahnede etişidu. Onundikin bazı bir vatan menfaati münasebet ciddi meselelerde bir-birisiyle diyalog kurudu. Mesela Tünügün Arslan bir sözlepti, aşağıda depti yani diyalog buluş gerekti. Bu siyaset yani ama bizden siyasetçi yok bizden işçimizde. Ekranda etişip nimqiganni, polemikni şəxsiga, vücuduga, sulalisiga elivasa o siyasetçi olmaydı. Bana ekranda yan bir yer deyilgen gapning mesela şəxsi polemik şeklinde kelgan hujumning hech qaysini men hech yerimga olmayman. Yani siyasetçide bo'lishga tegishli ba'zi bir narsalar bo'ldi normal odamdan boshqa. Shuning uchun biz buni boshlagan vaqtimizda 14 tashkilotdan burun biz bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultayiga gul atdik. Bir yil, bir yarim yil bilisizlar yig'inlarga qatnashdik. Bu yerdagi indigenous people'ning xatolik ko'rgan yerlarimizda miyalar xato manda ishlarda hamkorlik alaymiz deb yig'inlarda uzun so'zladik. Uningdan sirt buni hozir sizlarga bu ekranda tunji qatim deyishim bo'ldi. Türkiye'deki ma'rif ve hamkorlik teşkilatı bilan bir yarim yil biz nima qildik? Tirishdik. Yani mavu yani tinish tushundirish kuchi bu Dunyo Uyg'ur qurultayining qilayotgan da'vosi mustaqillik da'vosi emas. G'arb dunyosida bular boshqa yerga ilinib qoldi. Bular pul verme, sen avtonomiya deyse degan kelishim bor. Shuning bilan yani kelishim demaydi, o'lcham bor. Uni qilmasa pul olanmaydi. Buni burunqi shu davrning şahitleri olan çoğunluğumu yazışkı başlattım. Amerika'daki İlyar Şemsi'den benim küçük adam olduğunu oraya Musabay Katarlık çoğunluğu. Yani bu inek. Fakat bunu halkta yoşurvatkan nesi var. Bunu biz Türkiye'deki mağarip teşkilatı düşündürüş getiriştik. Dünya Uygur Kurultayı ile bazılık müstakillikte kisivetke gelen tosaşını sözleştik. Ama bu hem de bulup mu Kurultay taraftaki bu kibir biz yolgu düşüp aldık. Pul bizge kelivatıdı. Sen bizge teklif bergen bolsan, fikir bergen bolsan, pulni talışıp kılıvatsa degan narsa. Ondan keyin o taraftaki 14 teşkilat bilan mening narsam bir ixtilof ko'rmadim. Abay degan o'ng solni ariya olsa, mustaqillik degan yo'ldan kesib turib o'ta olsa, yana ba'zi shaxslar va burunqi ma'lumlardan voz kecholmagan. Hozirgacha. Aşındaki şəxslər sizaqla mayıqda, yəni siyasi arenada sosial, ictimai münasibətdə kim bilən demiş ki sözdən şey. Amma siyasi meydanda mayaqa ötməsə xalqni qaymoqduruydu. Şunun üçün mən şular təyyar boğuca saxlavatın əməliyyat biz təyyar. Biz 2019 yıldan yağı təyyar bu planlar şu vaxtda tüzülgən işlər, bugünkü gələn nəsənin həmmisi planlıq meyvatqan nəsə. Amma təşkilatlar şu yerdə təyyar bolsa biz bunu ip mağalayız. Elə mağalayız. Hem de hazırki şu mezgilde siz bir qancha qatim şu teşkilatlarını bir ittifaqlaşıp bu yılların kuruş jarayonida naq meydan qildingiz. Naq meydan bazı savollarni o'ttirib qo'ydim. Sizlar imkoni ba'zi telefon qilib ba'zi savollarni so'radim. Keyinsi ba'zi teşkilatning odamlaridan ko'rasam, bular deyotgan biz 10 necha teşkilat bir munbarni barliq keltiradigan bo'lgandan keyin biz o'rtaq bir qimmat qarash asosida biz birga kelsak bo'ladi bunimda. Lekin biz birga kelaylik Ümit Musabayevning da'vat qilib bizning Sharq Turkiston yoshlar qurultayining nimasi kelasizlar deb manda qilib
manchilik nuqtasini chiqig'ili biz asli meniki kel deydigan emas, biz kelaylik deb uni o'rtaq bir ustal qiladigan bundaq bir nim bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi degan gaplarni angladimda. Endi Yo'q, har xil gaplarni deydi ekan, shu buningga siz u gaplar xato tushunish. Ya'ni biz Sharq Turkiston yoshlar qurultayinikiga kel deydiganga uni yeshi, o'lchimi bir narsalar bo'lishi kerak. Ya'ni bizga adam kel deymidik, yo biz sorun tuzimiz bizniki kel deymidik. Hammaylar bir yerda so'zlashib, kelishib bir yerga kelish kerak. Biz hech kimga biz faoliyat qilganda kel sen qilsang bormaymiz deymidikki, unda narsa yo'q bizda. Yani üçüncü savol burada ya. Üçüncü savol. Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi bosh bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi diasporadagi Sharq Turkistonliklarga vakillik qiladigan birdan-bir tashkilot deganga qarshi to'rda imzo to'plash faoliyati olib bordingiz va 10 necha ming imzo to'pildingiz. Bu imzo orqali bir doklad tayyorlab, o'zimizdan Sharq Turkiston mustaqillik g'oyasini ifodalab, ba'zi bir o'rinlarga birimiz degan edingiz. İmza qo'ygan Uyg'urlar bu vaqtda Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi hamda xalqaro siyosiy sahnada Sharq Turkiston mustaqilligini talab qiladigan yangicha ideya bilan o'ttirg'i chiqadigan bo'ldi deb sizlardan umid kutgan edi. Sizlar bu imzo orqali biror doklad tayyorlab, o'zingizlarning g'oyasini ifodalab, qaysi o'rinlarga berdinglar? Buning bilan amaliy foydasi bo'layotamdi. Doklad mundaq 10 ming imzo xalqning bizga bergan bir quroli. Xalq, ya'ni bir xalq vakillik qilmaydigan bir tashkilotga o'zining xalqidan 10 ming odam bu bizga vakillik qilmaydi degan narsa chiqsa, buning nimasi intayin ig'ir bo'ladi. Shuni endi biz buni olgandan bu intayin kuchli bir qurol siyosiy sahnada. Ammo biz kuchli qurolni yiqqandan keyin nima bo'lmaymiz, hissiy harakat qilsak bo'lmaydi. Çünkü közünü alaman, nima çapqını alaman deb közünü o'yib bo'lmaydi umumiy davoni. Shuning uchun buni ikki xil ishiltalaydiganimizni bilatdik. Agar 15 odamni yig'ib imzo to'plangan kunning ertasi 15 odamni ekranga tang chiqqan bo'lsak, uning ichida yosh ziyolilarmi bordi, Turkiyadagi, boshqa yerdagi, hatto Avstraliyadan boshqa odamlarmi bordi, yoshlar. Chiqalagan bo'lsak, 15 odam ekranga imzodan yıllar o vaqtida biroqla boshqa yo'linish yo'lib, u 10 ming imzoni qilish qilib ishiltatdi. Ya'ni qurultayni ko'gayada bu bizga vakillik qilmaydi deb uni qilish qilib ishiltatdi. Ammo nimada bir gap bor siyosatda. Nima shahzoda tayyor bo'lmay turib, podshoh esilmas deydi. Bular bizni qurultayni o'raydigan bo'ldi deb yig'lab bu yerda ranishib yurdi. Ammo biz bir rational actor biz, ya rasyonel aktör. Biz nima ish qilayotganimizni bilamiz. Qanday qilsak Uyg'urning da'vosi Sharq Turkistonning masalasiga ziyon beramiz. Qanday qilsak foydalimiz, qayerda to'xtashimizni nihoyat yaxshi bilgan odamlar biz. Shuning uchun u, ya'ni uni xalqaroga chiqib, "Mavu manda qildi, vakillik qilmaydi" deyish uchun uning o'rniga shahzoda tayyor bo'lish kerak, podshohni esish uchun. Endi bu tashkilotlar 15 odam bir yerga chiqolmagandan keyin, tashkilotlar bir yerga kelmagandan keyin qanday qilamiz? Podshohni asmay turamiz. U vaqtda qanday qilamiz? Bu imzoni qilish qilib ishiltamiz, qalqon qilib ishiltamiz. Qanday qalqon qildik? Bu bilisizlar, bu da'vat uzun to'g'aldi bilisizlar, bu qurultay ularning ruxsatsiz ish qilib qolsangiz chaqadi sizni. Bu qaraqchi deydi, u biznimi deydi, anavli ko'rishma deydi. Salih Xudoyarni chaqdi. Hatta Xalmurat o'tdi, Finlandiyadan chiqqan Xalmurat. Bizning bu nimamizga bularni Feychan Gandon yoshlardan Feychan Gandonsi, bizning Germaniyadagi Abdullah Arish qerinchimizga bizning ruxsatimizsiz ish qilmaysizlar. Xalmurat Xarimo ashta qilmoqchi bo'lganda biz yo'llarini to'sib atdik deb tahdid solgan. Shu bularning bunda xuyi bo'lgandan keyin biz ham 10 ming imzoni qanday qilib qalqon qilib ishiltimiz? Bizni nega chaqsa biz shu yerga ko'rsatdik 10 ming imzoni. Bular bizni cheqiyotdi. Masalan, biz bizni ko'rishayotgan bo'lsak, ular tuyuqsiz ko'rishmaydigan bo'lgansa, biz uning sababini mushlardan izlab topgandan keyin 10 ming imzoni shularga tanlaymiz. Bularning bizni cheqishining sababi siyosiy quyruq ajisi, ya'ni turkchisi. Bular yengildi xalqning nimasida, shuning uchun buni shaxsiy kelib qilyapti. Ishonchim komil, Salih Xudoyarmi bu 10 ming imzoni Amerikada ishlatdi deb o'ylayman, chunki ishil tan qilgandan keyin hammamiz birlik qilgan shu ularni ishlatdi. Salihni chaqqan yerlarga shu 10 ming imzoni kirib,
ma'miliyatda bir qaraqchi, oqchiko'kchi emas. Bular menga onun xalq vakillik qilmaydi deganligim uchun mana shaxsiyga ilib buni hujum qilib, bunda töhmat qilyotidi. Bunda bir siyosiy mag'lubiyatning ajizi bu, achchiqi, azobi deb o'zining yo'lini nurg'un yadashdi, ochdi. Deb ishonma. Ba'zilarini bilmay, ammo jiqiyat oshqiniga ishonma. Shuning uchun onun imzoni qilish qilib ishiltish uchun şahzadı adamlar, şahzadı hem bazı adamlar qo'rqdi, qo'rqqanlar va misal tayyavul demez. Tayyab bo'lanmi demez. Bazı adamlarning yuragi yetmagan adamlar bor, qo'rqar. Shunga shahzoda tayyab bo'lmaguncha podshoni asqilib olmaydi. O'ng tarafdan yana bir alternativ chiqmaguncha onun imzoni qilish qilib ishlatkili bo'lmaydi. Ammo qalqon qilib ishiltyapmiz hamiyadi. Buni ilgirimi degandim, chayonning chaqadigan zaharni ilib deb. Mana shu vaqtda 14 tashkilotning ekranga taklif qilaman deb bu xil kuchayib ekansiz-da. Mana yanglishimda ilgari anglab qo'ymaganda. Asl 14 tashkilot ekranga chiqqan bo'lsa, xalqimiz ajoyib xush bo'ladi-da. Chunki hozir emas, o'qishmagan fikr yaqindagi ikki odam bir ekranga chiqolmaganlik mana-da. Bu nimadan qo'rqaydi bilmadik. Endi fikrlashib baqsa illoki bugungi suhbatimizda men sizni yengash yoki siz meni yengash emas, birimiz mat qilish emas, faqat o'zaro fikr almashtirib beqish, sizni men kuzatish suhbatim bilan siz bir tanqidchi, men bir tanqidchi, shunday qilishga deymiz hamda. Hozir ikki tanqidchi qilib o'zaro paranglashyotimizda hamda bu yerda hargiz bir-birisini yengish degan narsa emas. Bu bir yaxshi nima, lekin hech qanday tashkilotning o'xshamagan tashkilotning ikki odam hozir o'tirib chiqqanmog'liq. 14 tashkilot chiqqan bo'lgan bo'lsangiz, shu mezgillar o'sha haqma kimning kim ekanligini texnik yaxshi bir tushunib oladi ekan. Elhami bunda bir qilishlar yo'qmi? Bizdeki münazara üçün emas, 14 o teşkilat emas, bir şey degenim 15 şahıs, keyinkiler teşkilat. Qaram, sizge ma nuqtaga diqqat qiling, Abdurrahim Qayranchim. Biz imza toplanışdan burun adamlarni bir yerga akilishga başlagan. Ya'ni bu onun imzani yig'ib, munda qilib, bu qurultayning bir chetga ishtirib, o'ng tarafdan yo'l ichib, bu yerda mustaqilchilar minib, xalqning yerimi bu tarafni qo'llab bu strategiyalik bu planni men tuzayotgili 2012 yilning oyog'i tuzyaptim buni. Ya'ni men birinchi kuni chiqqan vaqtimda nima ish qilish kerakligini, qachon qayerda nima ish qilish kerakligini planlab bo'lgan edim. Buningga bizning tashkilotimizning siyosatiga aylantirdik, men tuzgan narsalarni shuni qilyapmiz. Endi ba'zi narsalar vaqtincha, ba'zi narsalar kechikdi, ba'zi narsalar o'ylaganimizdan tez oldi, ammo hamma narsa plan bo'yicha menyapti. Shuning uchun biz meni demoqchi o'g'lim 15 adamni imza toplanışdan burun bir yerga akilib, shularga manda imza toplaymiz, manda qilamiz deganni maslahatlashish uchun so'zlashammidik deyman. Maslahatlashish uchun. Ash imzoni billa atimiz, andikin 15imizdan ekranga chiqimiz desak, ba'zilar dedi, ba'zilar ayrim dedim bir ikki odamga imza toplaymiz oldimizda, qurultaymanda vakillik qilmaydi deb degan narsani dedim. Bu imzodan 6-7 oy burun. Desek bir gap bana bir acayip oldu, acayip nes oylandı. Dilyar, xalq, bizden xalqimiz 300 yıl oldu, qırılıvatqılı, xalq yetib alıdı. Toplanmaydı onun imza, degan bir oldu. Keynimizge ötmeydi xalq. Sap aş qurbanlık aldığı səkrəb çıqqanlar, sizge oxşaş qurbanlık alırlar, özünü özü fırtıdı, özü ketidi. Xalqimiz bek yetib alıdı, bekinib aldı degendi. Ben imzanı detkam deb etiverdim. Eğer imza toplanmagan olsa ben özümle yolu manattım da bu işten çekin ettim. Ama onun imza toplandı. Yani hazır şu vaxtda şunu deganlar veya şunda o'ylaydiganlar. Hazır o'ylab beqinglar. Bizde xalq tayyor emasmiki? Yetaklaydiganlarda yurak yo'qmiki? Shu 14'imiz tangli ekranga chiqqan bo'lsak, imzoning atisi ya 15'imiz o vaqtida bu muhojirat qo'zg'alib ketdi, qo'zg'alib. Xalq qo'zg'almasa, yetakchilar kurayotimizda hamda bu ahvollar. Ya xalq qo'zg'aldi-ku, xalq onun imzoni to'plab, uningda ortiq ham kaltak ko'tarib ko'chaga chiqmaydi xalq. Xalq qo'zg'alib bo'ldi, yetak mundaqda g'arb davlatlarda, chet elliklarda ziyolilar, liderlar xalqni yetaklaydi, shunga lider, ya'ni inglizcha lider, yetaklovchi. Bizda liderlar, beshinchi odamlar xalqqa ergishadi emasmi? Xalq chiqsa, voy biz kechki qaptiq deb yugurib chiqdik. Xalq chiqmasa, jimni xalq nimani desa, shuningga inkas shaklida yugurib chiqdik bizda.
Undaq emas, ba'zida xalq xato tushungan narsalarni to'g'ri tushundirish uchun chiqsiz, xalq sizni yomonlaydi, ammo maydoningizga kelib chiqsiz, chunki siz yetakliguvchi. Xalq hamon bir kuni tushunadi nima ish qilayotganingizni boshda tushunmagan bo'lsin. Yetakliguvchi xalqqa ergashmaydi, xalqni yetaklaydi. Texi meni populist deydigan Erkin Ekrem efendimning komediyalarından birisi, men populist ekanman. Populist adam xalqning to'g'ri deb tushunib qolgan yolg'onlarini tashviq qiladi. Xalqqa to'xta, sening ma'nosan xato, miya mandaqchimi deb tuzatmaydi. Men Toshkent konferansida vatqadim. Men populist olamdimi yoki Aş populist gap bo'lsa, bunda qilib zag'irtildiroq bir texnik tushuncha bergan bo'lsingizda, birinchi qadam. Bu populist degan o'zining maydonini chiqarmay, xalq nimani to'g'ri deb qolsa, shu hissiyot bilan gurgur jugatadigan odamni populist deydi. Masalan, shu Trump masalan, chunki xalq jiq narsani xato tushunadi-ku ko'p ahvollarda. Ash xato narsani to'g'ri qilib ib ketaversangiz, siz populist o'z xalq yaxshi ko'radigan shuarlarni so'zlab berib ketaversangiz. Unda adam reasoning bo'lmaydi. Unda sababini munozir qilishdan qo'rqadigan adam bo'ladi u. Hamda kelib men populist bo'lib qolibdiman. Men Toshkent konferansida aytdim Erkin Ekrem efendim, siz Toshkent konferansida qaysimiz populist ko'raylik. Sizni parchalab yeyatdi. Xo'sh. Hamda bu yerga 10 ming imzoni sizlar birdig'aga kelganda masalan dedingizga xalqlar bizni chiqib nurg'o'ya nima qildi deb. O'tirib o'ylab qolganda bu qurultoy aloqaga yelim sizlar aloqa qilding degan gap bo'lib qoldi. Men o'xshash narsa. Sizlar boshqa bir imkoniyatni izlab bakmadinglar emasdan qurultoy aloqasi bo'lmagan, ya'ni nurg'unlagan organlarda masalan Uyg'urlarga yordam qildigan, masalan inglizingiz yaxshi, texnik nurg'unlarni o'zini bevosita ko'ra olasiz degandek başka bir yollarda menişqa bu Uyg'urmuş mustaqilligini qo'llaydigan mushtaqqa taraflarni bir iznib bakadigan imkonlar bo'lmadimi? Yo'q, biz amiyadan menvatimiz bo'lmasa, masalan Volkswagenni biz aloqalashib, ko'rishib, Volkswagenni Urumchiga avatdik. Biz Urumchiga ma'lumot tekshirib kelamiz deb. Hozir Germaniya parlamenti Volkswagenni bizning vatanimizdagini butunlay mangulik taqashni so'zlashyapti hozir parlament. Shularni ashaga endi biz u ayrim yo'lni ichib mansangizmi, mandaqchi bu bir tashkilot hammani men kontrol qilaman degan va taftishlari Almanga bayonotchilari Xitoyga berib keldigan bunday bir tashkilot hammani kontrol qilish kerak. Shunga kontrol qilmasa tasmasini tutib turganlarning nimasidan chiqolmaydi ajitidan. Bu siyosatda bek normal ish. Ya qarshi tarafdagi odamni qarang, Xitoyning maydoni ma'bu. Qarshi tarafdagi odamni o'ltiribsa beshidikini, yana birini chiqaramiz. Uni o'ltiribsa yana birini chiqaramiz. Bizning tashkilotimizdan birini, masalan, eng no'ch tashkilotimizni o'ribsa yana birini qura olamiz. Uni o'ribsa yana birini quramiz. Shuning uchun qanday qildi? Qarshi tarafdagi tashkilotni kontrol qilsa bo'ldi-ku. Endi unda bir kontrol bo'lgandan keyin sizlarni jiqanlaysa, mening ruxsatimsiz nima ish qilsa, yerliklardan bor, yerlik tashkilotlardan. Mening ruxsatim yo'qdir, nima ish qilsa deydi. Biz hammiyani ketaveramiz, unda bizni to'xtatib qo'ydi demaymiz. Bir yerga kirsak, uli kaynimizdan kelib chaqsa, biz onun imzoni beramiz. Manda sabab deymiz. Ha, okey, unda ularni qo'y deb aloqamizni qilaverdi. Masalan, Yaponiyaning parlamentiga yozgan kitobini shu Yaponiyalik parlament a'zosi berdi bizga. Biz nereden topamiz uni? Ya chet-elliklarni bilyapti-da bularni bizdan farqimizdan hozir. Endi 4-so'l o'tay. 4-so'l. Dunyodagi dangliq tanarkatchilar, san'atkorlar, jurnalistlar insonparvarlik nuqtasidan Xitoyga qarshi Uyg'urlarning ovoz bo'lganligi uchun necha million yavruluq to'xtamdan hatto ba'zilar xizmatdan ayrilib qolsa-mu, yana Uyg'ur uchun ovoz chiqardi. Ammo Xitoyga qarshi qurilgan atalmish Sharq Turkiston Uyg'ur nomli tashkilotlar ozroq nafsdan voz kechib Xitoyga qarshi birlik hosil qilish oyoq tursin, texidim bekrak chechilib ketdi. Sizcha buning sabab nimadir? Xalqimiz bularning orqasida kontrol qilayotgan sirli qo'llar bor deb gumon qiladi. Sizcha shunday sirli qo'llar bormi? Bor bo'lsa, bu vaqt analizingizni bir anglab baqsaq. Burun sirli qo'llar yo'qdi. Burun
yani ikkili qo'lvatdi yani. Bu bir tarafi inidi. Yana bir yani inidi degan demokratiyani ilgari surish fondi Amerikaning. Uni biz alvastida qilyaptik inidi deb. O bir eskiya emas. Uning shundoq narsa var. İnsan haqlari demokratiyani ilgari sursang pul beramiz deydi. Ammo mustaqillik demaysan. Onun shartlariga qaranglar, iltimos qildigan pul iltimos qildigan. Bir davlatning egilik nimasini parchalashga bo'lmaydi. Davlatni degan narsalar jiq uning shartlarida. Birinchi qo'l buti, ikkinchi qo'l ancha-muncha bundaq 20 yildan yo'q chet elda yurgan tashkilotni Xitoy odamini kirgizmay qo'yib atmaydi degan. Xitoyning odamlari batda ancha-muncha. Ammo 2017 yıldan tartib bu jiqay deyamdi. Çünkü bizning vazifamiz, bizning masalamiz, Sharq Turkiston masalasi kelgusida bek muhim masalaning o'ttirsida qoladi oldimizda, yaqin kelgusida. Shuning uchun bu bizning masalamizni kontrol qilgan yoki bo'lmasa so'z sohibi bo'lgan, bizning taqdirimizga aralashadigan davlatlar, ashta bo'lishni xohlaydigan davlatlar kelgusidagi Sharq Turkistonning geostrategik o'rnida sababli kelgusi uning yarasti boyliqlari nurg'un narsasiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun burun inidivli Xitoyning tasmasi bo'lgan bo'lsa, buningdan keyin nurg'un davlatlar o'zining odamlarini tiqidi bizning da'voning ichiga. Texmi jiqib ketadi boshqa davlatlarga ishlaydiganlar. Chunki bu da'vo o'rin nihoyatda strategik o'rin. Shuning uchun siz hozir dedingiz sirliq qo'llar bormi deb, mening javobim ikki qo'lvatdi inidivli Xitoy. Bundan keyin 6-7 ga 8 ga chiqadi o qo'llar. Hamma tarafdan kirishga boshlaydi. Shunda bo'lganda sizningki kuzatishingizdan kelgusi bizniki bu sharqni mustaqillik qurishimiz texnikum yana texnik ko'p xil kuchlarning aralashishi bilan hozirgidan texnik murakkab bir holat barliq keladi demoqchiman shunaqa. U albatta texnik murakkablashib ketadi. Masalan, nima uchun bu Sharq Turkiston masalasini inidiga bog'lab tashlab qo'ysin boshqa davlatlar? Tugun Sharq Turkistonning coğrafi sebepli bu yerda manfaati var. Mesela isim atash to'g'rimi xatomi bilmayman. Mesela Yaponiya nima uchun Amerikaga tashlab qo'ysin bu ishni? Yaponiyaning O'rta Osiyoda qanchalik manfaati var bilamsizlar? Hindiston nima uchun Amerika inidiga tashlab qo'ysin bu ishni? Türkiye nima uchun inidiga? Türkiye zaten inidiga tashlab qo'ymaymiz, Amerikaga tashlab qo'ymaymiz degashga bir tashkilotimizni tegiga bostirib o'tiryapti hozirgacha. Bunda davlatlar jiqib ketadi. Ertugün o'zining odamlarini kirgizadigan, o'zining odamlari siyosiy bizning taqdirimizga, bizning yo'limizga ta'sir ko'rsatishga tirishadigan bir ajoyib bir abjash bir yerga ketamiz. Endi bu yerda eng muhim narsa nima? Pokiz siyosiy mansubiyati aniq odamlar tez tanlab bir yerga akilishdi mening maqsadim. Shuni qilib olmasangiz o 500 bu chet ellik Uyg'urlar bek azan. Yama azan odamlar bu. $500 ketaverdi. Hepsiga $500 versangiz bo'ldi. Bunda qadamlar bilan ertugün bu minishda o Yapon, Hindiston, Amerika, Rossiya o kuchlarni qo'ying. Ertugün Ugandami adamni chiqishga boshlaydi bizga bu azan odamlarda. Unda 5-chi savol o'tay. 5-chi savol. Diasporadagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'urlar o'rtaq dushmanimiz bo'lgan Xitoy tajovuzchilik qarshi ittifoqlasha olmaydi. Hamkorlasha olmaydi. Hatto o'zining aniq maydonni ifodalashtirma o'zini qochirdi. Ammo o'zimizga munosabatsiz bo'lgan Turkiyada biror ish bo'lsa yoki saylan bo'lsa yoki Falastin masalasida darhol to'r dunyosiga Uyg'urlar ikki qutb bo'lib keskin munozaralar elib berildi. Uyg'urlarni kuzatuvchilar deydiki, nima uchun Uyg'urlar o'zlarining masalasida Turkiya va Falastin masalasida ikki qutbga markazlash bo'lmaydi-yu? Siz buni qanday qaraysiz? Ya'ni biz ko'rayapmizda Uyg'ur o'zimizning masalasida qutblab ketgilik. Hech kimga bo'ysunmag'lik, lekin Falastin bilan Turkiya ish o'qib qolsa, to'r dunyosi darhol ikki qutb bo'lib qolamizda. Buning sabablari nimadir? Bunun menimcha birinchi sababi ümidsizlik. O'zimizdan Sharq Turkistonda mustaqil bo'lishiga yetarli ishlash yo'q odamlarda. Buning sababi strategiya sohasini tushunmaslik deb qarayman. Mushu tashkilotlarning bo'libmi shu qurultayning nimasini atrofini qo'rshigan yo bular maslahat olgan so'zlashgan akademiklarga qarasangiz, mayli Uyg'ur yoki chet ellik, asosiy jihatdan antropologist, ya'ni insonshunos. Biz insonshunoslarning gapini anglab indigenous bo'lamdik.
insonshunoslarning gapini anglab, insonshunoslikdimi bular oldi bilan bir narsani tushunaylik. Chet ellik insonshunoslar yenimizda biz Uyg'urshunos deb atab olganlar amaliyotda Xitoyshunos. Bular dunyoda Uyg'urlogist deydigan kasb yo'q. Sinologist bular. Xitoyshunoslar. Avval Xitoyni o'rganib, andan keyin bizni o'rganganlar. Shuning uchun bu odamlar Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishini bu antropologlar nima biladi? Bir davlatning mustaqil bo'lish yo'lidagi ishlarni. Bu strategiyaning ishi. Salih Xudoyor qarinishimiz bir strategiyachini chiqibdi. Onun gapini anglanglar. Ya'ni bu biz ziyoli Uyg'urshunos, bu ziyoli Uyg'urchani o'rgangan bo'lsa, mashallah yaraydi. Ama o hemmini Sharq Turkistondan qanday mustaqil bo'ladi deganning tezisini bilmaydi-ku odam. O antropolog onun işi, yani insonshunos sizning tilingizni, kulturingizni, folkloringizni tadqiq qiladi. Bir davlat qanday qurildiğini o nem bildi. Şuna biz oldi bilan anglaydigan, quloq beradigan ziyolilar, chet ellik ziyolilar bo'lma, strategiyachilar bilan siyosatshunoslar bo'lishi kerak. Salih bir strategiyachini chiqibdi, uni anglanglar oldida. Şuna bunu xalqimizga da'vatimi, ümidsizlik, ishonmaslik, ümidsizlik, çünkü strategiya sohasini tushunsa, bizning mustaqil bo'lishimizning amaliyotda mumkinligini biladi. Birinchi sabab bu. Ikkinchi sabab, yani birga kelmasligimizning ikkinchi sababi boshqa ishlardagidek foyda yo'q qarinishim. Masalan, Falastin desangiz sizga bir oidiyat, mansubiyat nimasi bo'ldi. Dunyoning yerimi siz tarafda, ba'zida ishlaydigan xo'jayiningiz Falastinni qo'llaydigan bo'ldi, ya xizmatdoshlaringiz bo'ldi. Bu yoki Isroiliyani qo'llasangiz bu o'xshashda, xizmatdoshlaringiz Isroiliyalik bo'ldi. Bu yerda oidiyat his qilasiz va balkim shu sababdan bir o'rlaysiz. Masalan, bizdan Nuriy Turkiya apandim 7 shamni ko'tarib chiqib sham yoqsa, balkim o'rlaydi ishlaydigan yerida. Shuning uchun bu nimada, bu masalalarda, boshqa masalalarda nihoyat oson o'zining shaxsiy turmushidimi, yo'lidimi, foyda ziyon masalasi boshqa nihoyat oson bo'linadi. Mesela Türkiye'dekiler Palestinni qo'llasa, ularning sosyal çevresinde, etrafında, siyasi partilerinin közüde aşıdı, paydı. Ama Şarkı Türkistan meselesinde adalet sözlüsünüz paydı yok. Bu yerde toxta mamandak öteylemeye kadısınız. Ne şahsi paydı var, ne teşkili paydı var. Fakat birli paydı var. Tarih aldıda vicdani paydı var. Ama hem vicdandaki hem edemde bulmaydı elbette. Şunun için sebebi bu. Paydı yok. Şunun için özümüzden meselesi keskin bulanmayımız, başkalarınınki de pek keskin. Mesela ben şu balalarla bir yerde yığılıp oturup kalsak, sohbetin köpünç temisi hem de ilaç ve Uygur meselesi Şarkı Türkistan nimisinin özünü kaçırgan halatda başkamış. Palestin, Hazreti Hemmedem şuna dikkat koyarsak Türkiye meselesi, Türkiye'lik sayılan Palestin'deki bu uruşlar hakkında da ben temini kasten bırakma şu özümüzde maske yapıp bakamam şu an. Yapasam yanı balla çeşitlerini başka temine gidiyor. Deymen bu neymi için biz özümüzün meselesiyle köngül bölmeyi, bu Palestin, Türkiye meselesiyle köngül bölmeyiz. Bu bizdeki işimizi kançilik menfaat ekileleydi. Bizim mesleğimizde kançilik bir kıymeti var. Bu sınavda çalışvatkan neslinikine. Biz Palestin şu kadar köngül bölsek, Türkiye şu kadar köngül bölsek, ular bizim hayat oylap koyamdı. Desek balına bergen cevapları bizim özümüzden meslek kılsak bir yenilik yok. Şu yani burunqada konu binası, anlasak şun okşaş leksiya, şun başka başkadan temini paranış azrak olsun bir özümüzde stresini yoktu dikenmez, gerek bir alık üzüdün çetleş bir xil nimesi mevcut genço bu neslenik. Ya o leadership'teki mesele, şu lider bo'lgan adamlar, şu adamlar xalqlar işte o'ylamaydigan ekilish kerak. Ama bir narsani unutmaydi. Bu bizdeki payda ziyon hisoblash meselesi mi bek eg'ir. O tarafı. Andan keyin yana birisi boshqa masalalar yuz bergan vaqtida, masalan Falastin, Isroiliya, Ukraina, yana birisi Afrika, u yer bu yer bo'lganda taraf tutilib so'qishish emas, ani analiz qilib dars chiqarishimiz kerak-ku. Albatta yeni topik dünya qaynavasi biz chiqib yana Uyg'urlar namoyish qilmadik desak tetmaydi, chunki dunyo o temin so'zlayotgan biz shuni so'zlashimiz kerak. Lekin taraf tutmagan holda analiz qilgan shaklda dars chiqarishimiz kerak. Men uni qilishga tirishdim. Ko'rganlar biladi deb o'ylayman. 2-3 ketim nima qildim. Mening maqsadim dars chiqarish. Yani g'arb davlatlari inson haqlarini qanchalik ahamiyat berdiki, manfaati kelmaganda qanday bo'ldiki, buni ko'rsatish.
Yani 6. savol. Bizning chet eldagi da'vo zodi kimning qo'lida? Kim kontrol qiladi? Nima uchun o'rtaq dushmanimiz bo'lgan Xitoy tajovuzchilik qarshi birlik hosil qila olmaydi-yu? Ammo biror yangi fikrdagi tashkilot va shaxslar o'tirg'i chiqsa, buning qarshi darhol birlik qura oladi. Masalan, 2-3 yil oldida 3 professor Abdurashidov Qarliq, Varis Chaqon, Olimjon Inoyat uchta birlik tashabbusini o'tirib qo'yganda, Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan Sharq Turkiston ma'rifat jamiyati o'zining atrofidagi tashkilotlarni yig'ib, biz birlik hosil qildik deb uchta birlik tashabbusiga qarshi maqsadli birlashdi. Shundaqdimi xalqimiz bu ikki cho'ng tashkilotning birlashganligidan xush bo'lgan edi. Afsuski, uchta birlik tashabbusi amalga oshmagandan keyin maqsadli birlashgan bu ikki cho'ng tashkilot nijot turgan voqeasidan keyin birligi buzildi. Demak, Xitoy tajovuzchilariga qarshi birlasholmay, o'z millatiga qarshi vaqtincha birlashish strategiyasi chet eldagi har qaysi tashkilotlarda eng ko'p ko'rilayotgan masala. Bu diasporadagi Uyg'urlarni Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga umidsiz qaraydigan, hatto uningdan saskindigan tashkilotlardami o'zini elib qochadigan bir holat shakllantirib qo'ydi. Biz qanday qilib bu xil passiv holatni o'zgartira olamiz? Men savol bir qancha jiqib ketib qoldi-da. Ya ish qilsin. Mana bu nimada ishlatgan jumlamiz bek yaxshi bo'pti. Dushmanga qarshi birlasholmaganlar o'z Uyg'ur Sharq Turkiston tashkilotiga qarshi vaqtli birlashdi deganimiz bu tarixda yozilgan bir so'z bo'pti yani. Bu terim keyin izdindigan, haq ko'rdigan narsa bo'pti. Mundaq gap, agarda mavjud statiko, mavjud tashkilot, mavjud qurilma mushunda turib olamiz, bizni doshqozondan arimaysa, biz bu ishni qilolmasak, pesatosh qaytib berib pesatoshimiz yo'q. Biz müşahede can bakımız, uyumuzdan mortgage var, qazi var, ballarımızdan müşahede bakımız. Şunun için bir yerden çıkıp, biz pensiyaya çıkmak için bir yerden çıkmayımız. Bu mesela pesatosh hem de eğri kildi degen bu şekilde devam kıladiken cihnese özgermeydi. Kassaptın cantalığındaki nimkımaylı. Çünkü bularning kekirdigidan iloq. Bular çoğum inidinin sağan tasması bilan mustaqillik demay avtonomiya degan nashu gap bir nimalarni qilib etmenish kerak. Xitoyning yeniga qo'ygan, masalan, hozirgacha qaranglar, Dilshod Rishd undaq emas, bular yag'an davlatida pak zadam diyamidi chiq. Hozirgacha avu nimaga bormidi, Almanga bormidi diyamidi chiqib hech kim. Bu Xitoyning sağan tasması bilan nima? Muşu işni mang'uzmay, mushunda tutib turish. Ya'ni eng hal qilg'ush yeriga kelimiz oldimizdagi yillarda ashada hech qanday tarbiyalangan odam yo'q, hech qanday tayyorliksiz, shu tamig berib tangida ustiga yeriga akab tashlab qo'yish Xitoyning maqsadi. Shuning uchun yoshlarmi yo'q bularning ichida. Inidi bo'lsa, shu avtonomiyada tutib turdi. Bu ikki tasma mavjudli bo'ladi ekan bo'ynida. Bu narsa o'ngshalmaydi. Hergiz hoşlanmaydı. Kaçan ki şu 10 taraftakiler teşkillenip çıkıp onun imza tayyi hazır. Hazır Salih Hudaya Kerinçimizden sürgünlük hükümetten başlatma neyse 60'tan artık teşkilat imza koyuptu. Muşu ikisi hem de birleşiyordu. Birleştirip hem de 60 teşkilattan 25'i bir yekilerse bu çele tügeydi yani bu zulüm. Aşı 25 teşkilat eşyadan seyirlip çıkıştı. Eğer de o kilenmese bu zulümünü yeni çekimiz aşı Mehmet Doktor çıkıp biz murassa qilmaymiz mustaqillikni deb urib bizni mana so'zlaydi. Oliy bosh maslahatchisi mustaqillik demay ozodlik deyli degan maslahatchisi xuddi ularning emas bizninkidek. 2011-yil avtonomiya yig'inini ular emas biz ochgandek xuddi. Avtonomiya berilishi kerak bizga deb Indigenous People'lar forumsiga bizga avtonomiya kerak deb talabni biz yozmagandek Mehmet Doktor chiqib murassa qilmasmish. Bu gapda bir narsani o'ylashaylik. Murassa qilmayman degan gapni Abduqodir Yopchandek, G'ulom Osmondek, Salih Xudoyardek, Ruqiya Turdushdek, mendek odamlar deydi. Biz mustaqillikni murassa qilmaymiz, boshqa narsani so'zlamaymiz, chunki bizning tariximizda boshqa narsa so'zlagan yerimiz yo'q. Ammo bu avtonomiya deb yo'g'on yig'inlarni ichib kelganlar bugun murassa qilmaymiz desa, ma'na ketib qoladi. Bu murassasiz sotadigan o'xshaydi vatanni deb o'ylab qoldi ekandim. Shunga Mehmet Doktor Po'g'natiman degan vaqtingizda masal diqqat qilib eting. Chunki track recordinglar hech yaxshi emas. Yani ma'lum nimedek nima
Ma savoldan ikki tal savol sal chetdan ketib qolgandek his qildim-da, to'g'ri tushundimda men. Xo'sh, Bizning chet elga da'vo zodi kimning qo'lida, kim kontrol qiladi? Xitoy bilan INED kontrol qildi. Yani buniki biraz endi hozirgi nimasiniki abed doktor hamda tashkilotlarniki Xitoyga qarshi birlashamay ichki qismimizga yangi ideya, yangi fikr qarshi birlashayotganligi nihoyat yaxshi bir tushuncha dedingiz. Endi mazmun hozirgi gapingizdan men bunda tushundimda. Mushtaq bizga xalqlar hozir umumyuzlik xalqimiz hamda tashkilotlarni umid qiladigan bir xilaf tushkunlik qilib olgan tashkilotlarga yaqin kelmaydigan hammasi o'zining ishlab o'tayotgan bo'layotdi endi. Bu da Masalih Xudoyaniki chaqiriq bilan hozir 60 necha tashkilot ittifoqlashib bir imzo atdi. Ham oqshom Amerikaniki bir strategiyasidan bir suhbat qilib, shu strategiya bilan Sharq Turkiston mustaqillik haqida nihoyat yaxshi bir gaplarni qildi. Mustaqil bo'ladi deb. U xalqimiz qaytadan bir umid verdi. Ana shu bo'lganda mushtaq narsa shu haqdagi pastlikni tugutish uchun yangicha bir narsa mushtaq oqshomdagi suhbatniki bo'lish 60 imzo xalqniki imzo qo'yib Sharq mustaqilligini e'tirof qilish nimasi yana mush haqda bir tushkunlikni tugatamizcha mush bir narsalar. Hozir bu eng bir yangi, eng qiziq xalqimiz eng qiziqayotgan, xalqni qayta bir uyg'otgan, milliy irodasini qaytadan bir gavlantiradigan, milliy ruh ato qiladigan bir yangi bir tushuncha bo'lib qoldi-da endi bu. Bu Salih Xudoyor qarindishimizdan qo'ygan bu narsa, yoki surgunlik hukumatdan qo'ygan bu narsa yeni kona, yeni gap oldi, kona gap oldi va Shatotning gapini anglagandek ma'mul qilsak bo'lmaydi bu ishlarni. Bu narsa qaranglar, hozir dedim-ku, INED bilan Xitoyning nimasida, ta'sirida, kontrolida chet elliklar Uyg'urlar mustaqillik orzu qiladigan degan gapni anglab boqmadi. Anglab boqmadi. Chet elliklarning menga degan bir nima bor, men o'zimning ma'lumim, men burun o'qitman. Uyg'urlarda ikki nima deydi, inglizcha mediada Uyg'urlar buni o'zlirigimi deganman bu shaxslarning. Uyg'urlarda ikki yaqin bor deydi. İngilizce mediada. Birisi Ruqiya Turdush mustaqilchi, ikkinchisi qolgan hamma Uyg'urlar avtonomiyachi. Sizlar inglizcha yozayotgan narsalarni o'qib beqinglar. Bir Ruqiya Turdush va mustaqillik deb inglizcha narsa yozadigan, qolgan Uyg'urlar hammasi avtonomiyachi yozayotgan narsada deb mening ma'lumim deydi. Hozir uningga Salih Xudoyor qo'shildi, yana birisi qo'shildi degandek jiqiyotdi. Jinim qarindoshlarim mustaqillik degan gapni anglab boqmadi chet elliklar. Uyg'urlar mustaqillik oladigan degan gapni anglab boqmadi. Chunki butun inglizcha yozilgan narsalar avtonomiya yana bir narsa shaklida. Endi Salih Xudoyorning bu qitimki ishi nima bo'ldi desanglar, bu yeni kona demaysizlar buni. Unumi bormi, foydasi bormi deysizlar. Salih Xudoyorning bu qitimki ishi Amerikaning kongressida Amerikaliklar 20 yilni yog'i anglamagan, kongressmenlar anglamagan, Uyg'urlarni mustaqillik deydigan-go degan ovozni qaytadan akirdi. Ve INED ve Xitoyning ikki tomir bilan kontrol qilib olgan haliqi da'vogarlarning bütün Uyg'urlarga vakillik qilmaydiganligi, ularning deginidan boshqa ovozning borligini bilib qoldi Amerikaliklar. Buning uchun tipirlab sakrab ne qilib ketyapti. Bular hozir hammasi biz bir narsa Tayvanning bir nimasi egilik huquqi deydi. Yili Uyg'ur Sharq Turkiston 40-yillikni sulandırdı deydi. Yili hammasi quruq gap, hammasi bahane. Acı nerede bilemizler? Kuyruk acısı nerede? Kongressmenler bulardan başka teşkilatlarının bir yerine geldiğini, bulardan başka teşkilatlarının başka avaz bağlılığını bilip kalıdı. Şunu da kokaydı. Endi 7. savol Sharq Turkiston surgundagi ma'ni bir oy burun tayyorlagan savolda endi oqshomning tushkunning oyoq mushbaratning oyoq surgunlik hukumatning qaysi bir o'zgarish davatida Sharq Turkiston surgunlik hukumati ostiga yig'ilib harakat qilsa surgunlik hukumat nomida qanday ishlarni qilg'ili bo'ldi? Sizcha xalqimizning surgunlik hukumat ostiga uyushmasligiga sabab nima? Yani mal uyushma sabab nima deb qoldim. Oqshomgi nimada qaraganda 60 imzo qo'yilgandan keyin tashkilotlarniki 60 tashkilot bir uyushdi degan gapda hamda. Men hamkorlashdi deb tushunaman hozir. Chunki kendin aldığı javob beray. Nima uchun surgundagi hukumatning asli uyushmadi desangiz, bu yerda mashruiyat masalasi bor. Mashruiyat, ya'ni legitimacy, siyosiy jihatdan sen vakillik qilsa degan narsani berish, shu huquqni berish ashay. Bermaslikning sababi birinchisi surgundagi hukumatning tarixidagi 2004-yil, 2005-yildagi, 2006-yildagi narsalar trauma deydi inglizcha. Bu
ruhiy azoblar, xalqda unutilmagan narsa qolib qolgan bir jarohatlar bor. İşçidagi jidallar teshidan qilganlar bo'lsin mayli. Buni unda aldirab unutilmaydi-ku, unda juyulmaydi undaq narsalar. Buningmi bir roli bor. Undan keyin ikkinchisi Sharq Turkiston surgundagi hukumat bilan tashkilotning farqini aramaslik bor xalqlarda. Yani biz mesela hükümetinin 5. kuruluptu, 6. kuruluptu, 7. kuruluptu deb zanglık kılış Şarkı Türkistanlıkның kıldığı iş emas. Özünü Şarkı Türkistanlık degan adam onu zanglık kılmaydı. Mesela bir aksi bir eylendim, ah çekip ketdi, zahar çekip aldı. O bugün yeni kayıt kaptı, tünügü yeni kayıt kaptı deb koşulam da özünün aksi. Koşulmaydı ya fuksağa. Koşulamsız ya köңlüңiz yerim boludu onu köz. Şunda ko. Şunun için sürgündeki hükümetinin bu nimeligini düşensiniz. Hükümetlerinin, sürgündeki hükümetlerinin. Bizning hükümetimizning yoki şu neçe sahtisi nimesiyle koşulup bu sürgünlük hükümet endisi, bu halet insanın köңlünü yerim kılış gerek, hoş kılış gerek emas. Zanglık kılgan o kıynadı Xitayning kıynadı adam onu zanglık kılgan. Qanday zanglık bizden fukunuz ak çekip yetqaz zanglık kılamsız üstüde oturup. Ama köңlüңiz yerim bolamdı. Muştaq narsa sürgünlük hükümetini tushunish kerak nimeligini. Endi hozirgi sürgünlük hükümet o'lchamli xalqaro nimedagi sürgünlük hükümetmi deganda emas. Chunki parlamentni xalq cho'ng saylash kerak, nim qilish kerak. Endi buni qanday qilib ashaga akilaylaymiz degan vaqtimizda buningga step by step qila olamiz. Step by step sürgünlük ilaqi Nurgül Savat Hanım'la qilgandek birlashtirimiz, yana bir nima qilamiz, umumiy saylam. Yani bu xalq zaten saylamga tayyor emas. Nima zaten tayyor emas, yetakliguvchilar tayyor emas zaten. Umumiy saylamga. Shuning uchun buni step by step uzun da vaqtda buni o'ngshivog'ili bo'ladi. Ürkütüp qo'ymaychi, hech kimni ürkütüp qo'ymay turib o'ngshivog'ili bo'ladi. Bu yerda sabr kerak, sabrchanlik kerak. Azroq vaqt berish kerak. Xalq bu narsani tushunsin. Anadagi masalih mening taklifim shu bo'lgan ayni zamondami, hozir shuni qarashdaman. Surgundagi hukumat mushu paytda menivasa, ashuning yeniga surgundagi hukumatning ishchidimi odamlar, tashkilotlardimi odamlar bir platform tayyorlab, bu platform 2-3 yil birga harakat qilish kerak. Va fikringizni aniqlayman. Biz yilga 14 tashkilotlar ko'rishga vaqtimizda biz degan gapmi shu bizning maydonimiz. Buningga qo'shildiganlarmi jiqqa? Shu tashkilotlarning ishchidimi? Ya'ni 2-3 yil bu yerda harakat qilmay, masalan, deyli sürgünlük hukumatga hammamiz qo'shildik. Deyli ministr oldik deyli, saylandik ichida. Yoshlar qurultayining ichki ishlar mas'uli deganning mas'uliyati boshqa, hukumatning yoshlar ministri yoki tantarbiya ministri degan narsaning mas'uliyati boshqa. Xalqning bizga qaytaradigan inkosi boshqa. Masalan, ba'zilar nimaga ministr olding deydiganlar chiqadi. Mening 3 buvam ministr bo'lgan, 3 buvam. Ikki jumhuriyatda 3 ministr bor bizning oilada. Shuning uchun ministerlik degan narsa undaq yengil nima qilsak bo'lmaydi. Ammo surgundagi hukumat mavjud bo'lishi kerak, cho'qim mavjud bo'lishi kerak. Hozirgacha mavjud tug'ini u bizning ta'limimiz. U chunki mustaqillikning simvoli butun dunyoda surgundagi hukumat degan. Endi gap buni qanday mashruolashtiramiz, mashruiyatini qanday qilamiz, kuchlantiramiz. Mening taklifim shuning yenida parallel tashkilotlar bir o'tirib bir oyda bir ko'rishadigan, har bir tashkilotdan shikayat bir o'zaro suhbatlashadigan, harakat qilsak birga planlaydigan 10 dikilam tashkilotlarni bir shakllantirib, bu bir 2 yil harakat qilib baqsin. 2 yil harakat qilib baqgandan keyin, uningdan keyin ko'rib, momentum narsani to'plagandan keyin, amaliy ish deydi ya bizning xalqimiz, amaliy ish. Xalqmi boshqalarni ko'rgan amaliy ish, ya'ni amaliy ish deganimda unumi bo'lish kerakcha, aslida natija bo'lish kerak. Lekin bizda xato tushunish bor. Talaga chiqib nimalar ish qilsa amaliy ish deymiz. Ashta amaliy ishni, xalqlar rozi qiladigan ishni ve 2 yil qilsa, ondan keyin o xalqning hukumatga yoki nimaga bo'lgan muomalasi o'zgardi deb o'ylayman. Oldindan bir yerga yig'ilish kerak. To'g'ri. Maqtki fikringizni men qo'llayman. Men mushu fikrni asos qilib, Odama Salih Xudoyaning chiqargan chaqiriq o'qigandan keyin shundan his qilganlarim, savollarim, tavsiyalarimda bir narsa yozib e'lon qildim. Uningga javob kelib qolar. Men shuningda tavsiyalarim ichiga hozir siz degan nuqtani qattimcha ashtarasiga. Chuqur bir munbar qilib, munbarning ichida paranglashish, fikrlash orqali
bir yaxshi bir hamkorlik ib berishni tashabbus qildim. Qana o'rnida qanday bir nimalar keladi, kimni qilamiz. 8-chi savol. Diasporadagi bizning da'voyimiz Amerika demokratiyani ilgari surish fondining projektini ishlashmi? Hozir bir qancha Uyg'ur tashkilotlari Amerika demokratiyani ilgari surish fondidan ma'lum tur bo'yicha yordam puli olib, shularning projektini ishlash orqali nomda Uyg'ur da'vosi qilyapmiz deb xalqaro sahnalarda harakat qilyapti. Demek bizning diasporadagi harakatimizda projekt ishlash unumli bir da'vo qilish yo'limi. Bu yo'lda ko'zlagan bir maqsad yetkili bo'lamdi. Ağzınıza navbat. Rastdan desem ben bunda tepsili bunu okumaptıkken ya kaçır koydum bu soğanı. Şuna kılıvatkan dava hemisi projekt. Birisi mesela Yaponiya mı koşuldu hazır bursa. Esli Uygur Amerika Birleşmesi ağan ne dedim pul neymiş? İnsan hakları da projekt kılıp. Her bir planınızda yazsız. Şuna uçuştuk pul verdi. İşte project by project mansız. Müstakillik değiştirmeydi. Şarkı Türkistan değiştirmeydi. Şinjan Uygur Abdunum rayonu deysiz. İşte vazgeçsiz prensiplerimizde. Onun diken mansız şu yolda. Başta Uygur Amerika Birleşmesi ağadı. Keyin Dünya Uygur Kurultayı degan bu teşkilatı men Munafıqlar Kurultayı deyman qarindoshlar. Bu teşkilatni apirib nimaga bog'lab qo'ydi eni degan shu 2007-8 yildir bo'lish kerak. Ondan keyinla bu nima boshlandi? Avtonomiya yig'ini ichildi. ND'ning pulini deb. Ammo u yerda 90% odam yo'q dedi. Hatto vaqirashlar jidallar bo'ldi. Şunun bilan bular undan bundaki müstakillikni demaymiz, avtonomiyani demaymiz, öz taqdirini öz belgilaydi deymiz deb qo'yib, xalqqa inglizchada avtonomiya olib enedi uchun mangdi. Hozir unga Yaponiya Uyg'ur jamiyati qo'shildi. Bu bo'lsa Turkiyadan hammalar enedidan pul elanlar. Hammasi shu projekt ishlaydi. Masalan, Erkin Ekrem efendimga mening ko'nglimning og'riydigini, qapulaydiganim shu. 2018-2019 yılgacha bu adam haqiqiy strategiyalik hukmlarni, nuqtalarni to'g'ri deb kelgan, rost deb kelgan. Uyg'ur masalasi bilan Sharq Turkiston masalasi o'xshamaydi xalqaro qonunda. Uyg'ur degan bir Şinjan Xitoyning Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi bir asonliq millat Uyg'ur. Xalqaro qonundagi nimasi o'rni. Sharqiy Turkiston degan 70 yilning oldida ishg'ol qilingan bir davlatning ismi. Siz xalqaro sahnaga chiqib Uyghur deseniz başka, Şarkı Türkistan deseniz başka ma'no bildirdi. Bunu Erkin Ekrem efendim hazırgacha so'zlab kelmiş 2019 yilgacha so'zlab keladi. Nima bo'ldi? Amalning sepi bunaqa tegdi. ND'ning yoshlarni tarbiyalash kursida biz ketim darsosi $150 pul ajratdi. Yo'q, bütün prinsip nimani satdi. Shuning uchun bu ND'ning bu projekti o kadar projekt ki siz qancha yillik nima bo'ling, meydaningizda qancha yil turdingiz, nima ish qildingiz, sizda vijdon, sizda prinsip degan narsa bo'lmasa, ashlarning projekt uchun hamma nimangizda voz kechib narsa. Ham aba bir şey deganimdek odamlar bek azal. $200 prinsip degan narsa qolmaydi. Ya'ni mishadagi manda qiliqqa xalqlar bizmi bolalar telefon qilib ba'zi paranglashib qolib qolamiz, ba'zi so'rlar paranglashib qolib qolamiz. Men o'zim kuzatgan nuqtasidan manda hamda Dünya Uyghur Kurultayı va tashkilotlar hozir hamda END'niki Amerika Demokratiyani ilgari surish fondidan pul olib projekt ishlayapti hamda. Shular projektni nimaga olgan bo'lsa, shu yo'nalda ma'noga gap, uning tashqi chiqqanmaydi. Shundaqqa tashqi chiqib qolsa, pul kesildigan gap. Yani bular hamma yer yig'inga qatnashyapti, ko'ryapmiz. Yani bulun pulni olmasa, aşağıdan netden de hamdan pulni olmasa, bularning ish to'xtaydi. Bularning ish to'xtasa, xalqaro sahnlarda yig'inga qatnashyapti, ko'ryapmiz, ko'rganda go'yo qo'shib qolamiz hamda. Bular bo'lmasa, yig'in qatnashimiz, kim qatnashdi, qatnashgan odam yo'q. Ya biz Uyg'urlar o'zimiz hisob to'plab, shu o'zimizning puliga nima qila olgan bo'lsak, balki boshqa unda bo'lmagan ekan, ana bular şey bog'lanib qoldi. Hamda qurultay Bıraklı nima bo'lib chiqib qolsa, mening o'ylaganimda ana faqat ishimiz kirarlamishda qurultaymi, qurultay o'zbek menivasi o'lmadi xalqaro odamni o'ziniki bir kichik obrazini tiklaylik. Uyg'urlar boshqa nimalar BDT'ga, Yevropa parlamentiga, Amerika nimalarga kirdi. Kirgan bilan shu o'ziniki projekt doirasi kishilarni bijirib mangadi, shundaqmi? Undan boshqa nimasi chiqolmaydi teshga. Shuning qurultaymi o'zining qilayotgan yani kişilik hukuk nimasi? Buni Erkin Ekrem Sinoat yo'qotdingiz 2019 yil ilgari vaqtida deydi. Dünya Uyghur Kurultayı
bir kişilik hukuk projekti, yana Uyg'ur kişilik huquqi uchun kurash qilayotgan bir kişilik hukuk organ o narsaniki. Onun Sharqiy Turkiston zimin nimasi bilan mustaqil hech qanday aloqasi yo'q. Faqat dunyoda ikki millat va Uyg'urlar, Xitoylar, Uyg'ur desimi shu Sharqiy Turkiston, Sharqiy Turkiston shu narsa o'zlik qilgan bir narsa va bu unda bo'lmaydi xalqaro qonunda deganda. Xitoy birlashtirib oldi. Xitoy ikki masala o'xshash deydi. Uyg'urni birlashtirib oldi bu narsalarnikini. Xalqaro qonunda o'xshamaydi ikisi. Davoyimiz mujmal o'g'ashqa biz mavaqcha bir natija yaratamadik bu narsanikini. Chunki biz planı xato tuzaglik, hamma narsa shuni so'zlab kelayotgan leksiyalar bor. Ham bu to'g'risida biraz yozmayapman, faqat e'lon qilmayman narsalarni. Anda bo'lgandan keyin bular o'zining yo'lida mengaversa, chaqmay nima qilsa, yana bir o'ngchilar bo'lgan bo'lsa, o'zaro hamkorlashib, mustaqillik nimasiga kelgan ovoz qatqa vaqtida anig'am ovoz qatsa, biz bular bilan hamkorlashadigan qilgan yer qilsa hamkorlashib, manda maqsad yaxshi bo'ladi. Ammo unday imkoniyatlar bo'lmadi hozirda hamda nihoyatda bir dushmanlik ko'p ketib qoldi. Mushni bir hal qilishning bir chorasi bormi sizcha? Bu deganingizni qilish uchun 2004'te Amerika'nın yeni bir kanıtı Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lsa foydali degan tarafi sürgündeki hükümetini qurg'izgandi. Şu aşında Mansun deb sürgündeki hükümet kurulup birinci günü Dilshad Rashid bularning bayonotchisi Beijingdagi Xitoy hukumati bilan birga bu hukumat Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi degan bayonotida shuni aniq qildiki, Xitoy bu hükümetni yaşatqızish niyati yo'q Xitoyning. Siz degandek o'ng so'l bo'lib, bu ikkisi tang pas chiqarib mansa bu dunyoning eng go'zal ishi. Ama bayonotchi shuni e'lon qildiki, Dilshad Rashid, bunga yo'l qo'ymaymiz. Chunki buni Jonay xohlamaydi degan gapni birinchi kuni deb qoldi. Shunga abay deganimdek, bu tashkilotning bir beg'i eni dedi olsa, bir beg'i oyoqda bunu sal qarmanglar bununla. Shuning uchun bular unda yana bir tashkilotning chiqib, tang bir-birsiga pas chiqarib, masalan, mana da voz kechish kerak. Biz Uyg'urlar vakillik qilgan birdan bir tashkilot deganda voz kechsa, onu zaten voz kechgizimizda mush ketim biz 25 tashkilot birga kela olsa, u tarafdan 10 ming imzo bilan bu Salih Xudoyorning bu nemasi bilan endi biz qilish qilib ishiltimiz 10 ming imzoni. Ko'ga yadatimiz. Ha bir yerda qilish qilib ishlatmak uchun uni burunmi, Indigenous Forumsida o o'zi kirmay kechgat, agar kirmagan bu aşağı yana kirgan bo'lsa, aşağıdaki bütün davlat kelgan hamma mehmonning hammasiga shu taxt bir tukcho demini. Shuning uchun bu uni bilgachga u yerdan chiqatdi, buni qo'shimcha qilib tirnaqishdi deb qo'yay. Shuni xohlamaydi, Xitoy xohlamaydi. Uni Dilshad Rashid bayon qilib qo'ygan, biz unda 10 so'l olib ma'digan narsani Jonay xohlamaydi deb. Hamma narsani mushlar kontrol qilish kerak. Jonay Qayning nazarida. Hem de hozirgi mushni nuqta kelsak, masalan, Uyg'ur Sharqiy Turkiston zimin davosi nuqtada bir g'ariblikni yozgan bir necha kitoblarni o'qib baqtimda Uyg'ur tarjima qilgan nimalarniki. Mao Angliyalik Kriston Taylorniki Tingimas Uyg'ur diyori degan bir kitobda chet ellarga bizniki Uyg'ur davosi Sharqiy mustaqillikni kuzatib, bu odam nurg'un Uyg'urlar bilan paranglashib yozgan, hatto shu bir usulda ichilgan yig'inlar, ba'zi vaqtlarda ichgan yig'inlarga qatnashib, bu odam yakınlagan narsa Uyg'urlarda strategik birlik yo'q ekan. Ay yig'inlik nimasiga yozgan narsada borda Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston deb skopni gap qo'yib, ash odam noy tasvirlaydi. Ashar o'tdagi Uyg'urlarning ro'y kayfiyatini tatib suratlab beramas başlagan kitobida. Ash o'qigan vaqtida shunda o'zimizni ajoyib bir his qilib qolamizda, ash kitob o'qigan vaqtimizdagida hamda bir lozungiga hamda Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston qilib olgan bilan aş o'tdagan xalqning o'tirash qiyofatlari, kiygan kiyim-kechaklarning ro'y kayfiyatini qadar ashda suratlab bu odamning digini bu Uyg'urlarda bir strategik birlik bo'lgan bo'lsa, ba'zi yig'inlarda nima uchun echiyotgan yig'inning nimasi shu qatashqa Uyg'urlar o'zin bilmaylik debchi, yig'in qatashdan paranglashgan jarayonlarda. Bu odamning tashabbusida qarab baqsan deydi ekan, bular shu ikki xil yo'lda mansa, Uyg'ur kişilik hukuk deb olim o'zining iqlimida mansa, Sharqiy Turkiston zimin davlat mustaqillik deb ma'qul demansa, bular pardaqis o'zaro hamkorlashadigan, bir-birisi chat qaqmaydigan manda bir shaklni qapqas, bular umidyapti degandek, manda qarashlardimi bor ekanchi, endi shunday qisqa qo'yib gap qoldi. Endi 9-si savol. Mavo yana 2 savol bor ekanda, davomlashtiraveramda yo to'xtatib ikkilar qismni qilamdik. 9-11 tugutaylik bugun bir 10 minutdan ichida.
9-isi Kanada Sharq Turkiston Federatsiya Jamiyati raisi Ruqiya Turdish xonim 2023-yil 11-19-kuni Kanadada Sharq Turkiston mustaqilligi va uni xalqaro tinchlik bilan bo'lgan munosabati haqida yig'in ochadiganligi va bu yig'inga bir qancha tashkilotlarni taklif qilganligini angladik. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining bosh kotibi Tumaris Almas bordigan bo'lib tizimga oldiribdi ekan. Keyin bu yig'inga Nijat Turg'unmi qatnashgan bo'lg'achqa Tumaris Almas bu yig'inga qatnashmaydigan bo'libdi. Bu ish xeli ko'p g'ulg'ul paydo qildi. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining bu yig'inga Tumaris Almasni avatmasligiga sabab zodi nima? Nima uchun shaxsiy masalalar millatning masalasi bilan to'qnashib qolganda millatning o'rtaq manfaatini chiqish qilib hamkorlik qilgan bir holatni shakllantirilmaysizlar? Xo'sh, bu to'g'risida Tug'luq Hamid qarinishimiz bir narsani yozibdi, Tumarisni Dilyor avatmidi degan shaklda. Amaliyotda u, ya'ni Tug'luq Almasning o'zining nimasida, o'zining qarashi. Amaliyotda mening Tumaris Almas xonim bizning bosh kotibimiz, men ishga ishlar mas'uli, ya'ni men uni avatmayman degan salohiyatim yo'q. U bizning bosh kotib, ya'ni men uning ijroiya komitetiga u qo'ygan 4 odamning birisi hozir. Masala manda, biz asli bormoqchi edik, Sharq Turkiston yoshlar qurultayi Amerikadan yolg'iz bir Tumaris Almas xonim emas, Amerikadan a'zolarimiz bormoqchi edi o yig'inga. Hem yaxshi bu o'tkir planlangan joyda. Hatta beshida planlab chet elliklarni moderatorlik qilish uchun suhbatda savol so'rab ne o'qib berishni bizning a'zolarimiz ustiga oldigan bu so'zlashgan. Keyin buningga oz qolgan vaqtida bir haftami, 2 hafta qolgan vaqtida Nijat Turg'un efendim keldik emas. Nijat Turg'un efendim Setneyning nimasi, ma bu Sharq Turkiston ulusal tadqiqot nimasi va ulusal manfaat uchun ma Ruqiya Turdish xonim shu Nijat Turg'un efendim besh o'g'an. Bular Sharq Turkistonning ulusal manfaati uchun deb narsa chiqaryotdi, bek yaxshi boshlandi. Ammo Nijat Turg'un efendim bir perception nuqtasidan, algı nuqtasidan bek siyosiy nuqtadan qabul qilinmaydigan bir ish qilib qo'ydi. Nima deganda, ya'ni Nijat Turg'un efendimizda shaxsiy ziddiyat yo'q bizda. Lekin siyosatda politics is perception deydi. Siyosat degan algı. Ayaga minishdan bir haftami, 2 hafta burun Istiqlol televiziyasida Erkin Ekrem efendim bilan bir programma chiqib qo'ydi. Buni mandal o'ylanglar. Nimaga Erdo'g'onga qarshi 6 partiya birlashyotdi? Bu 6 partiya birga kelib bir yig'in ochmoqchi. Yig'inga bir hafta qolgan vaqtida CHP'ning beshi Erdo'g'on bilan deyli bir yerda bir ekranga chiqib, nihoyat do'stona chiqib qo'ysa, bu 6 partiya birga kelsa xalq ularga ishonmaydi. Shuning uchun mustaqillik mistake'larni, xatoliklarni biz onda bo'lsak, ya'ni ijtimoiy aloqalar, sotsial chevranglar nima qilsanglamaydi, ammo siyosiy sahnada perceptionga diqqat qilish kerak. Biz u Nijat Turg'un efendim Erkin Ekrem bilan chiqib, ayaga borgandan keyin biz ular bilan yana bir kartinaga kirsak, bu xalqning beshiga qiyib ketadi. Shuning uchun o'ngda bo'lsangiz, o'ngda bo'lsiz, solda bo'lsangiz, solda bo'lsiz hozir. You can't sit on the fence deydi. O'tirdiki, qo'shni bilan bo'lgan qashatamning ustida o'tirmaysiz. Ya bu o'ylada, ya u o'ylada bo'lsiz degan gap. Xo'sh. Endi bu yerga meniki bir nimamda hamda. Endi ashunga bu damonliq bir ish hal bo'lib ketadigan ya muhim bir o'tkali bir taqshirgan bir narsa bo'lmagan ekan. Endi yig'inlar eshilyotdi, ko'ryapmiz. Bu yig'il qatnashgan Uyg'urni qarasak, mana yeli oyoqda mangasa birdam o'zgarib ketyapti-da. Shunga kimning kim ekanligini bilib alamotimizda turaqsiz. Haqlar bu umumiy bir ahvol bo'lib qoldi-da. Ham osh yig'inga berib Tumaris xonimmi, yo siz borasiz birsinglar, berib oshada yig'inni chiroyliqcha bir echib etib, ana yig'in echib bo'lgandan keyin oshada tanqidlamsizlar deb paranglashamsizlar, yo bir o'rtaq bir bayon e'lon qilib, unda bir qilgan bo'lgan bo'lsanglar texim yaxshi bo'ladi deb o'ylayman men narsamda, bu endi bir nima. Iloji bor, mening tushanchamda 2 odam, 5 odam bo'lsa, 5 odam bir ulab o'rtaq bir narsa qura olsak texi yaxshida. Ayrim hozir deganingiz mushu ashaga berib, ko'zning ichiga qarab turib, hamma ochiq deb menda kelim, menda degan maydon ijroiya komitetida mening maydonim shu deyman. Men siz hozir degan gapni men ijroiya komitetida shunda qo'ydim. Ammo ijroiya komiteti 4 ga qarshi bir ularning har xil sabablari bor o'zining. Shuning bilan
ahırsida karar aldık. 4'e karşı bir mi qancha isimde qalmadi. Ama siz degan maydonda turgan men batdim. Yani icra komitesida nima qaror chiqsa shunda boramiz yani. İcra komitesidan degani bizning aldigan qarorimiz. Endi unda bo'lgankan, bundan keyingi nimalarda tajribani yakunlab, yig'inlarga bir yerga berishning oldida sol taraf bilan o'tag'an bek cho'ng o'tirashlarni yoki chiqadigan yerlarni biroz yig'ish-to'g'ashtirsa, eng muhimi kimning kim ekanligini aniq qilish kerak shu. Hozir kimning kim ekanligini aniq qilamasak, ertaga yo'lning yerimida qanday qilamiz? Eng muhimi Pasıltamның üstüge çıkıp almanglar. Ya akvarat olanglar, ya makvarat olanglar iştüge. En asallışı demiş. Hoş, 10. sual mı? 10. sual. Endi 10. sual. To'g'liq Hamitning naq maydon suhbatlarida bir qancha qatim sizning ismingizni atab turib, Ümit Musaboyev afandim, siz jim turib oldingiz. Nimishqa o'tirg'i chiqmaysiz degandek sizga qilgan xitoblarni anglab qoldi. Siz hozirmi Sharq Turkiston yoshlar qurultayida bormi? Ko'pincha tashkilotlarda huquq tutib, vaqt boshqanlar vazifasidan qolgandan keyin tashkilotlarning ishlariga yaqin kelmaydigan, ishlarni oqsitib qo'yadigan ahvollar ko'p ko'rilyotdi. Sizmi bosh kotiblikdan qolgandan keyin burunqidek aktiv bo'lmay, jimmi turib oldingiz. Buning sababi nima? Aldı bilan To'g'liq Hamid qerinishimizni bir so'zlab o'tib ketayin. To'g'liq Hamid qerinishimiz ota-onasi turmaga kirib ketgan. Ve Şivsiyatki Dilşat Reşit bilen bir yerim yıl bir macera yaşayan ve macera Türk çok kaldı geçirsizler. Ve bu jarayonda Cihneslerin avaz gelip algan bir qeyrinishimiz. Bu qeyrinishimizning degan gapleri o'ziga vakillik qildi, o'zining arzusida, ya'ni mening ismimni tilga ilish huquqi bormi? Bor. Men uning telefon sen mening ismimni tilganma deyish huquqim yo'q. Hammadan olaverdim. Ama o'ziga vakillik qildi. Bu qitim endi ma'vu bizga vakil xarakterda To'g'liq Hamid qeyrinishimizning gapini shaxsiyda yoshlar qurultayining gapiga deb tushunib qolsak, jiqnasida xatolashudu qeyrindoshlarimiz. Masalan, Tumars almasda Dilyar avatmidi degan gap, masalan, u o'zining ko'z qarashi u gapni qilish huquqi bormi? Bor. Xato tushunib bo'lib qolarida bo'lib qoldi, uni biz mushta tuzatalaymiz. Undan boshqa og'zini it qo'yg'ilmaydi hech kimning. Şuna endi To'g'liq qeyrinishimizni mana bir tushuntiraydi, ya'ni mushtaq nima? Ba'zilar To'g'liqni tillatudu, Dilyar Musaboy tillatudu deydiganlar bor To'g'liqqa. Bu dinozavrlarning burungi zamondagilarning taktikalari. Bu hozirgi yosh bolalarni siz Anatullah desangiz, 2 kundagi sen Anatullah degan tongo deblar o'zingizga qaytadi. Men uni nihoyat yaxshi bilaman. Shunga burungi cho'nglarning taktikasi yoshlarda ishlamaydi. Ben To'g'liqqa hozirgacha bir adamni tilla deb bakmadim. Hatta tillama bo'libmi kichik qizlarga og'zingni buzma deyman. O bola bilib buzmaydi, o ota-onasining peygamini buzadi. Buni bir tushuntiraydi. Bu oxirgi qitim tushuntirishim bo'lsin. Endi meni jim turib oldingiz, jim turmadingiz degan umu To'g'liqning o'zining ko'z qarashi. Hamma unda ko'z qarashga jiq odamlar bo'lishi mumkin. Hozirgi gap ben dedim o ikinci basqishga o'tishimiz kerak. Bu aktivizmdan mustaqilizmga chiqishimiz kerak. Buningga tayyor bo'lish kerak boshqa tashkilotlar. 14 tashkilotni yig'iman deb tirishdik, 15 odamni yig'iman deb tirishdik. Nurg'un odamlar tayyor emas. Bu vaqtda qanday qilamiz? Men shaxsan o'zimning planimda suratni astiltma saqlayman. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining ishchisi bormi? Men hozir ishga ishlar mas'uli ishchisi bor. Yig'inlarda davomliq bor. Har qanday nima bo'lsa bor, ammo mening planimdagi narsada biroz tanaffus bo'lgan, tormoz dastaydigan yeri kelib qoldi. Chunki boshqa tashkilotlar bizning deganimizni tushunib, tayyor bo'ldik, masizaqga, mayoq o'ngga, mayoq so'lga, haydi ya Allah bismillah, yangi turdik degan tashkilotning qanchasi bor. Salih Xudoyor bilan biz bor. Endi maqitim inshaalloh bir jiqraq tashkilotlar chiqsa, biz har vaqt tayyor. Yana suhbatni ashardan boshlab ketamiz. Gollandiyada 8 tashkilot bu qadamliq Salih Xudoyorga chaqiriq ovoz qilib imzo qo'yibdi. Bundan xush bo'ldik, hammasiga rahmat deb qo'yaylik. Endi ben David 11-so'raydi, 11-si mencha bizning diasporada qila oladigan ishlarimizdan namoyish qilish, yig'in etish, lobbichilik ishlarini elib berishdan iborat mush 3 ish bor ekan. Siz namoyish qilish hech bir unum bo'lmagan ish, shunga men namoyish qatnashmayman dedingiz. Namoyish orqali diasporada
Vatan ichidagi ovoz qolgan xalqimizning ovozini oddiy fuqarodan tortib yuqorisi parlament a'zosi hukumat xodimlarigacha anglata oladi ekanmiz. Ammo hamma tashkilotlar yig'in ichib lobbichilikni qilibmi ketolmaydi. Chuqur namoyishim bo'lish kerak. Undaqda yig'in ichish, lobbichilik qilish orqali nim maqsadga yetkazib bo'ladi. Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi lobbichilik jihatda nimlarni qilyapti? Mundaq gap, namoyish foydasi yo'q demdi. Quruq konsulning oldida qilgan namoyishdan foydasi yo'q dedim. Quruq konsul. Kamera kelmagan namoyishdan foydasi yo'q dedim. Buni to'g'ri ikkisining farqi bor ya'ni. Havoning foydasi yo'q bilan mandaq muhitda mandaq issiq havoning foydasi yo'qdan ikkisining farqi bor. Havo oksigenning foydasi yo'q yoki havada mandaq oksigenning farqi ikki jumla ikki xil narsa. Buni to'g'ri qilaylik. Bizninkilar bu quruq konsulning oldida namoyish qilishdan parlamentning oldiga yetkilish uchun biz cho'ng bir sanjiq bir jidal bilan yetkazdik. Voy, Amerikaga qarshi namoyish bo'ldi bu. Namoyish deganda Xitoyga qarshi qilmamdi. Amerikani dushman qilmoqchi bizga degan odamlar chiqqan. Tunji Amerika konsullarining oldida yoki Amerika parlamentining oldida qilinglar degan vaqtimizda. Namoyish tushunchimizmi nolcha bizning asosan. Ya'ni namoyishni har bir faoliyatga qarab qachon qayerda qilish muhim. Media kelish muhim, namoyishning ko'lami muhim. Siz quruq konsulxona, o siz namoyishga iltimos olgan kuningiz, o konsulxona asosan dam olishga chiqdi. Bir kun yo yarim kun. Konsul quruq vaqirashlar oldiga berib, menmi vaqaga 7 yil uni hech qanday foydasi bo'lmaydigini ko'rdik. Shuning uchun namoyishni konsulning oldida emas, parlamentning oldida o'zinglarning davlatlarini dam maydonidek anda maydonlarda gollandiyliklarga qilsa, uning yo'li boshqa. Ammo konsulxonaning oldiga berib quruq yerda dumulab yashadi vaqagandan hech qanday foydasi yo'q dedim. Shuning uchun endi mening qarashimda Uyg'urlar buni ochiqday oxirgi savol bo'ldi. Uyg'urlar chet elliklarning oldiga chiqishga qanchalik tayyor? Ya'ni tashqi ishni hammaylar cho'ng biladi-da, o lobbichilik yana bir bugun chiqarib olishni unutib qolibdimi? Meni amaliy nima ish qilding deb so'raydiganlar bor. Ya'ni oldimga chiqib mushta ekranda amaliy nima ish qilding? Siz buda programma qilib qolsak so'rang, mendan chiroyim qarab turib amaliy nima ish qilding deb men sizga birdan ko'rsatib qo'yay. Bu chiroyiga so'ramasdan qachaq o'ynaydi ekanda bular. Birla narsin deb biray amaliy ishdan lobbichilikman qandaqlig'idan. Sharqiy Turk asli qo'lamda bo'lsa ko'rsatib turib so'zlasam yaxshi bo'ladi. Bu da haqiqatimga qoldi. Sharqiy Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilab mustaqil bo'lishi uchun Avstraliya hukumati Xitoy hukumati bilan suhbatni boshlash kerak degan qonun Avstraliya senatiga, parlamentiga kirgili qancha bo'ldi bilamsiz? 15 yil oldu. 15 yil. 2009 yılı 8. ayda kirdi. Hərəkət layihəsi. 2009 yılı 8. ayda bu hazır Şərq Türkistan desək olmaydı, Uyğur diyarı deyimiz, müstəqillik desək olmaydı. Ət bütün bahane var bu. Məsəl çıxırıb ağamsam Mehmet Doktor'un çırayığı çaplayıb göstərdim ki 15 yılın aldı da Avstraliya parlamentiga bundan nəsə kirib oldu. Yani lobbyçilik Şərq Türkistan'ın müstəqilliği doğrusunda lobbyçilik bugün Salih'den başlayan nəsi şunçilik normal nəsə. Onşunun patraxşipiliği eni devlet Xitayının nemeside təsirde bolup atqayış. Bumuz patraxşımayı bunda otamamda poçeğine Salih'den faydası yok kirip resva alıp çıksın da otamamda. Neymiş üçün çıkanışıp gidiyordu? Çünkü Salih'den bugün ekirip atqan nəsi 15 yıl burun Avstraliya parlamentiga kirip oldu. Avstraliya parlamentinin arxividen görünler. Ben köstüp yaptım mesela. Yeşillar Partisi'nin başlığı Bob Brown'ın senetli sözlegen sözü var. Motion iştirdi yani. Bill emez, motion, hareket. Kanun emez, hareket. Avustralya hükümeti Şərq Türkistan'ın öz təqdirini özü belgiləş hukukunu işiltişi üçün Xitay hükümeti ilə söhbətlə başlaş gerek. Ürümçi 40-cılığından keyin kirgen nəsi. Endi biz bunu ekirgen vaxtımızda 2009 yılı bu işli bu vaxtda biz bir nəsini bilmeptik. Ma münafıqlığının bizni indigenous people qılıb boğununu bilmeptik. Yani öz təqdirini özü belgiləş degen taşqi ve işki bölündü. Milletlerinin uluslu iş jarayonida, davlatli iş jarayonida taşqi öz təqdirini özü belgiləş hukukunu işletse müstakil oldu. Ama indigenous people'larning
ishki o'z taqdirini o'zi belgilab avtonomiya elish huquqi bor. Shunga o'z taqdirini o'zi belgilash degan millatlar uchun mustaqillik degan gap, uluslashish jarayoni, indigenous people'lar uchun avtonomiya degan gap. Xalqaro qonunda bu aniq. Shuning uchun biz nima? Xalqaro qonunda aniq bormi? Aniq u men ko'rsatdim-ku ekranlarda. Indigenous people'larning huquqi avtonomiya elish, o'z taqdirini o'zi belgilashning ishki nimasini ishiltidi. Mao bo'lsa tashqisini ishiltidi, millatlar uningki nimaga o'tadi. Endi biz shu 2009-yil shuni akirgan vaqtimizda Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi deganni akirgan vaqtda mustaqillikni bilish kerak-da, biz bir millat, bir besivlangan zamin deb bilamiz. Ammo bunu bizni indigenous people qilib qo'yganini 2019-yil bildim men. Ya'ni 10 yildan keyin. Shuni hatta yana bir narsani ko'rsatib qo'yay. Uyg'urlarning internal self determination of Uyghurs deb Google'ga yozinglar. 2001-yil Yevropada bir yig'ilishgan nima ish qilgan chexmi bir yerlik odam Yevropaga bir doklad sunibdi. Uyg'urlarning ishki o'z taqdirini o'zi belgilash, internal self determination, ya'ni bizga avtonomiyaning to'nini chiroyli pichib bo'pti bular. Google yozar. Nima ben bir narsani tushunmayman. Nima uchun bu millatga hamma narsani biz tepirishimiz kerak? Ozroq izlanib ko'rsanglar, ne avtonomiya to'g'riliq narsalar bor. Endi Solihning maqitim qarkish to'g'riliq bir qisqa tushuncha berib o'tay. Solihning kirsa rad qilinsichu, yana bir narsa qilinsichu, maqitimga imzo to'plashchu. Ya bu qarindoshlar bir narsani bilmaydigan, bu sohani bilmaydigan odamlarning qalaymaqon qilishi deb men yerib qoldim. Solihning bu narsasi, bu yoki surgundagi hukumatning 60 tashkilot imzo qo'ygan bu imzo to'plash harakati hech nimani o'zgartmaydi. Bir narsadan boshqa. Dünya Uyg'ur qurultiyi deb atalgan Uyg'urlar avtonomiya oladi degan tashkilotdan boshqa ovoz borki, Sharq Turkistonliklarning 60 tashkiloti boshqa xil o'ylaydigan, mustaqillik deb o'ylaydigan degan narsani bildirdi Amerika Kongresi. Bu bir eng muhim narsa. U hech qanday qonundan ish yerdan o'tmaydi. Chunki Amerika bugun Sharq Turkiston desa, Xitoy bilan urushish kerak. Hatta Sharq Turkiston qirg'inchiligi debdi, bu suvlandırdı, Uyg'urni inkor qiladi, saviyasiz qarqosoq gaplar. Salih Xudoyorning u yerda yozilgan narsasi nima tekstiga qaranglar. Uyg'ur qirg'inchiligi yoki bu sherdagi qirg'inchilikni Sharq Turkistondagi qirg'inchilikqa upgrade, ya'ni yangilash, ko'tarish ustiga. Buni siyosatda mandaq deysiz, mandaq bir taktika var. Burungi siyosiy atalg'udan birini akilib, hozirgi mavjud siyosatni o'zgartirish uchun burungi siyosiy atalg'uni urib turib oldiga ishtirdigan bir ish var. Masalan, mana hukmlarni bek yaxshi bilaylik. Uyg'ur degan bugun Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida yashaydigan bir millatning ismi, xalqaro qonundagi o'rni bu. Sharqiy Turkiston degan 70 yilning oldida ishg'ol qilingan bir davlat. Uyg'uriston yoki yana bir nimasdan, Tavuziston, Bananiston, Qo'g'iniston deganlar bizning ko'nglimizdagi, orzuyimizdagi ismlar. Keyin mumkin bo'lishi mumkin, ammo bugun xalqaro qonunda hech qanday asos yo'q narsalar. Shuning uchun Uyg'ur qirg'inchiligi yoki Uyg'ur masalasini Sharq Turkistonni akirmaning o'rnidan almashdi degani Solihning Amerikani Sharq Turkiston davlatini qisqlashga majburlagan bir qadami. Xuddi biz 2009-yili Avstraliyaning parlamentida kirgandik. Uning kirganiga bir narsa o'zgarmaydi, lekin irodamizni biladi, ko'radi. Hatto bu imzo to'plash harakati har yili bo'lishi kerak. Har yili bir qitim Tayvanliklarmi qiladi buni, Tibetliklarmi qiladi. Her yılı bir qitim işte teşkilatlar o'zining maydonini bildirib, Amerika qilamiz, butun dunyoning kongresslarga her yili bir qitim qilish kerak. Uningki soni qaraydi. Bu yil 60 teşkilat olsa, kelar yili 70, uningki 80, manda mansa aslida mustaqillik irodamiz taqatmaydi. Bu mana shunday narsa. Hech nimani so'landirmaydi. Uyg'ur qirg'inchiligi demay, zaten hech qaysi qonunlarda Uyg'ur qirg'inchiligi deb bir narsa o'tmadi. O'tgan narsalar Xitoyning Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga bo'lgan jinoyatini qirg'inchilik deb tunish degan qaror o'tdi. O Uyg'ur qirg'inchiligi degan Erkin Osiyo radiosining qo'ygan ismi u. Tekstini o'qinglar, tekstini. Shuning uchun
Sharqi Turkiston qirg'inchiligi yoki qirg'inchilikni Sharqi Turkistonga bog'lash hech nimani sulandirmaydi. Va bizning Go'shmamat debdi, millatda bo'ladi, xalqda bo'ladi, uning ismini bir rayonga davlat yo'tkisi sulanadi, qirg'inchilik bo'ladi. Darfur qirg'inchilik uchun. Darfur bir millatning ismi. Darfur bir rayonning ismi. Ama Darfur qirg'inchiligi deb dunyo tanidi. O bir sulangan şu, o mu bir genocide. Şunun için birisiga qara joylar bilmay turib so'zlaydiganlar biroz diqqat qilish kerak. Ikkinchisi, men niyatli joylarga diqqat qilaylar. Gilining, dollarning da'dida hamma qalaydigan gapni deb berib atqanlarni meningcha tushundinglar qarindoshlar. Artıq endi bu temalarga kirishning hojati yo'q. Shunga agar 1,5 soat o'tib boshqa savollar bo'lmasa biz tugataylik. Endi mening uslubim biroz o'zgardi. Men boshqa qarindoshlar bir gapni deb qo'yay. Burunqidek men 60 tashkilot hozir 10 ming imzo tayyor bo'ldi. Endi til uslubi ham biroz o'zgardiga yeri keldi. Shuning uchun bundan keyin meni burun ko'rgan shaklda u uslubni ko'rmasliginlar mumkin. Bu ishni hozir oldin bildirib qo'yay dedim. Mening nimam tugadi. Endi ma oxirgi narsaga savoldan sal chetnab ketib qoldi. Shu men savol qo'ygan narsam, men o'zimni kuzatgan nuqtalardan chet el bizning qilayotgan 3 ishimiz bor ekan. Dedimda, birinchisi namoyish qilish, ikkinchisi yig'in echish, uchinchisi lobichilik qilish debdi endi. Bu yerdagi ham namoyish to'g'risida gapga men qoyil bo'ldim, namoyish to'g'risida tugadi bu narsani gap. Ikkinchisi yig'in echishda ham qurultoy boshlab echyapti yillardan buyon. Men chetlarga chiqsam shu qurultoyning yig'in deb bakini hozir echyapti. Undan boshqa tashkilotlar bir yig'in bir narsalarni ham oshmaydi, bir narsalarnikini. Ama sürgün hükümetler nima qilganda va sizniki bir saylam qildim, undan boshqa bir yig'in echishga ma'rif jamiyat bor ekan Turkiya. Bular qarorli yig'in echyapti. Men burun bu yig'in ochganning nimaga foydasi bo'layotgando deb o'ylaydim shu narsanikini. Bu da bir kitob o'qiyapman-da, men Kristan Taylorning kitobini qayta bir o'qib chiqay bunikida bu bo'lsa Uyg'urlarga tavsiya qilmay, bu kitobni haqiqatan o'qib chiqqan kitob ekan. Bunu qilsam, bu nurg'un chet ellik kuzatuvchilar bor ekan, shu yig'inga qatnashir ekan, yig'inning nimasi oshgan, asqan lozinkalar, ashar taqatgan varaqchilar. Bular biz uning diqqat qilmaymiz, barimiz yig'in resim tushsaklar kim qabab chiqdimiz, lekin bu g'aribliklar uni hammani saqlab qo'yib, birdan analiz qildigan bo'ladi, uni o'tirib. Yig'indan biz xulosa chiqarmagan bilan mala xulosa chiqarib, undan doklad yozib, kitoblarga kirgizdi ekan. Shuni qarab o'tirib, o'ylab qoldim, bu yig'inga bir bosim bo'lgan narsaga, ostin bo'lgan narsaga degan narsani g'aribdan o'qan nima qilib qoldi bu, o'zimning nimasi bu birinchisi. Hem ikincisi hem de lobichilik harakat devatimizda lobichilik narsasini. Hem bu qurultoy lobichilik qilib kiravatimiz hem de. Bu yerga beryapti, bu yerga yig'ilib qatnashib, uni qilyapti, uni qanchalik foydasi bo'ldi, uning manaligi foydasi bo'ldi, zino deb u narsani o'ylashmaydi-da. Endi chet ellik narsa bu narsa bu ishlar mangad ekan hamda-da. Yig'in etishlar, uni qilish, buni qilishlar birga degandek-da. Endi lobichiliklarni masalan sizlikmi dedingizda, masalan bizning tashqi ishlar nimamiz bor. Bizim özümüzün icraya nimaları var, hemimiz özünün funksiyası boyunca hizmetten ep kilovatıdır der. Bunda olsa, abet edemez, sizin közüm qarab turib, sizin iş kıvatı sizlerden benden so'rab bakmadınız. Ben so'rab bakayım, Şarkı Türkistan yaşlar kurul diye, sizler bir lobichilik qilayotgan, bunda bir qilayotgan nimalar bormi? Yani ba'zilikka narsalarni oshkorlamaydigan o'zingizning ishi. Bu vaqtda xalqimizga zot Sharqdan yoshlar qurultiyi Umid Musoboyev kishi tanqidlik qilib, amaliy ish qilmayotdi degan narsalarda degan naq tushur ekanda ma'nosiga. Shunga buni nima deb deysiz? Sizlarniki qilayotgan lobichilik narsalaringlar yoki amaliy yo bundan keyin nima anglavormi degandek. Yo'q, albatta, o lobichilik hamma tarafdan mangadi. Bu bo'lyapti hozirgacha. O lobichilik degan illoyi chiqib lagerini taqa yoki bo'lmasa endi nima opam tutib ketdi, dadam tutib ketdi deb yig'in ichish bilan bo'lmaydi. Lobichilik degan keynidan siyasetçilerge düşündürüş Şarkı Türkistan meselesi diyen nersini düşündürüş bilen mi buludu? Xuddi dedim o Şarkı Türkistan'ın öz takdirini öz belgilep müstakil buluş doğruluk Avustralya yardım kılış gerek diyen nerse 15 yılın aldı kirip oldu. Siz müşerge uruşunuz gerek işini. Onu dikin bizden hazırgıcı baykagan en çok acizliğimiz ne mi deseniz? Akademik materyal yok. Bu adamı yazmaydı ki bir nerse. Şarkı Türkistan degenler bizden kolumuzga ko'tarib kirib, yozda hozir ruqiyat turdushqanim chiqdi, Allohga shukr.
Bunun bilen biz mesela bir nimede bu kurultaynaما adamları var. Bizden tashqi ishlar mas'ulimizin bir yig'in kirib qoldik. Aşağıda şu genocide o bu degan şu narsani so'zlashayotgan vaqtida bizning lobbychiligimiz bütün zalni birdamda Sharq Turkiston Nation degan nima, ya'ni Sharq Turkiston ulus degan nima qanday ishg'ol qilindi, nima ish bo'ldi, bütün zalni biz qoyil qildik. Lobbychilik degan qoyil qilish degan gap. İdeyangizni haqq tushundirish degan gap. Endi Sharq Turkiston masalasi bilan bundaq qiliqi nima forced labor u bu degan narsalarning farqi bor. Sharq Turkiston masalasi to'g'risida sakrab chiqib qonun tunishtirolmaydi ha. U forced laborga o'xshamaydi. Ammo akirishga zo'rlaysiz, ular xolimiga holda nima qildi? Bizning yolg'iz Amerikada emas, hamma davlatda bu qilayotgan ishimiz. Hamma davlat shu qurultayning bizga to'saq solmay, uni qilmay deganiga yanmay. Biz bu davlatlarning hammasida bor. Yaponiyada bor, bo'lmasa Yaponiyaning parlament asasi biz bu kirib mustaqillik demasak bizga kitobni beramdi ma Uyg'urlarni yozibdi deb. Unda o'qib qolsa, bugungi suhbatimizni men so'ragan savollarim tugidi. Mana nurg'un inkoslar chiqdi. Bu inkoslarni birdan-birdan o'qib men savolimni tayyorlab bo'lmadim. Bu xalqning savoliga javob bermasak texi. Men menda o'yladim-da. Müşerik men inkoslarni o'qib, bugungi suhbatimizda yana kallamkan bir savollar borda hamda. Bunu yana savol qilaversak, savolni to'g'ri deb texnik uzrab ketgan, ilmi 1,5 soatda eshibdi. Men bu shek savollarni ratlab Ceneva savollarida halqamimiz ushyoq narsaga emas. Chunki xalqimizning bir kuzatkichi. Albatta. Ular bir kuzatkichi bu xalqimizga chiroyliqcha javob bersak bu narsalarni deb o'yladim. Shuning uchun inkoslarni o'qigandan keyin men bu savollarni bir qura yezib chiqib, buni ratlab, uni yana bir programma qilsak, akan boshqa qarindoshlarimizdan ham yana bir savollar o'qib qo'ysa, uni ayrim bir program qilsak qanday qaraysiz? Amdeliqi qarallik programmaga o'zgarib ketsa, hamma odamdan aralashtirib bir kanalli qilim chataq yo'q. Navbat kelganda kelma. Ammo ayliqi burunqida qarallik manchapda bir malli chiqadigan rastlansa vaqtim yo'q, yetishmayman burunqi. Meniki buniki narsa men yolg'iz emas. Birinchi qatim hamda bir tashkilotniki sizni bir chiqdimda, chunki siz meni tanqid qilasiz haqni, men tanqid qilmayman-da hamda. Siz so'zlab tanqid qilasiz, men yezib tanqid qilaman. Men ham so'zlashni nima qilaman ekanman. Bugun tashkilotlar ishida tunji qatim hamda sizni chiqib o'tirgan millatning oldida javob ber, hammadan tanqidladinglar, hamma sizlarni qilasan degandek ma'nosi aniq shaklda qildik-da. Bundan keyin men ochiq xat bu savollarni yolg'iz sizlar emas, boshqalarga yozish orqali ekran chiqib chiroyli qilib ilmiy shaklda paranglashgan. Illoki uni mat qilib, yo'q qilib o'tish yoki u meni bizim qilish emas. Mush tushunimiz, xalqimizni tushunadi, xalqimizning qanday savollari bor, so'rasa, mush orqali xalq bilan tashkilotlar o'tirsida bir ko'rikli rol o'ynab qolsak, mushta narsa bo'lamdi ekan deb mushta o'yladim hamda. Mushta narsalarni. Alkim yana bir savolim. 14 tashkilotni siz ikkilama 10 tashkilotnikini. Tashkilotning ismini deb shularni birdan-bir chiqishga bir kuchab baqsak kim chiqib shu millatga javob beradi, kim chiqolmay buni bir qilib baqsa qanday bo'lasizcha? Bunda hozir u burunqida hisob berdigan nilqi samayaga nimishqa deb birdan-birda chiqib suhbat qildigan vaqt emas. Hozir Solih Xudoyerning bu momentumini ching tutib, yaratgan harakatini buni urib biz 20 necha tashkilot olamda, 30 necha tashkilot olamda bir narsa shakllantirish kerak. Endi o'ng taraf sizning bu programmada yoki savolni qilyaptingizdan men nima uchun qabul qildim desangiz, to'g'ri yeri bu solni tillaverdik, o'ng nimish bir yer kelmaydi degan yerga kelinglar xalqim hamda ishtiringlar, o'ngni tillanglar deb qo'yay. O'ngda masala hamda buni solga deydigan gap qolmadi, hammani deb bo'ldik, tillab bo'ldik, uning indigenasligini, avtonomiyachiligini, NDning qo'lda ishkanligini hammani bilib bo'ldik. Hamda o'ngdagilar nimish bir yer kelmaysizlar, egoni, kibrni, yana bir narsani tashlab kelsanlarmamdi deydi. Biz her qachon tayyormiz. Berib ko'rishib. Endi bunda bir masala borki, bizning kamchiligimiz nimada? Men uchun cho'ng kamchilik. Bunda yetarlik yetishgan adam qisligimiz bor. Ya'ni illahi ya Tumar Salbas xonim yoki men yoki birsi yoki oldidagi 3 odam deyli, chiqmisin bu?
Aşlarning o'rnini to'liqlaydigan, aşlarning yo'qligini chandamaydigan, aş ko'rishalaydigan beri mushtaq adamlarga bizning ehtiyojimiz bo'ldi ekan. Mesela misalga deylik, başka teşkilatlarda görüşümüz, sözüşümüz desek biz şu an ben başka vaqtimda ishki ishlar mas'ulini avat etdim. Görüşətdi, nim qılatdı ama jiqiyalada mandaq sualni anglaydı. Şu musabayning o'zi bilan görüşmesek gapning jigirini demaymiz shaklida şu. Əməliyyatda təşkili bo'lgandikan, vakil bo'lgandikan, to'liq huquqli vakil bo'lgandikan, shu so'zlashib nima qaror versa, nima desa biz shunga ega yani. Bizning to'liq vakilimiz shu degandikan, shu nima kelishim tutsa biz shunga ega. Ama onda teşkili işlerini bizden millet demek terakki kılmagan arkadaşlar biraz ictimai zorlaydı ekanmiz. Çokum yani münasip qarşıda teşkilatlar bir yer kilidi desek, bu şu teşkilatlardan bir qanchaylar bizden emas, başka teşkilatlardan bir qanchaylar bir dünyani bir ishga cho'gilishimiz kerak ekan. Bir qaytam bir cho'gilib, ikkinchi yana bir tur qilib hamma yerga bosib bu narsalar o'ng'ishildi ekan. Shuning uchun umuman inshaalloh oldimizda bo'lar. Şu bir qancha teşkilatlarning beshidagi 4-5 teşkilatning beshidagi 4-5 adam cho'qim bir tur qilish kerak ya o'ngdakichu. Amerika, Kanada, Yevropa, Yaponiya işte bir cho'gilib etsa, o'ng taraf bir masala hal bo'ldi ekan. Mening hozir qilimim shu. Bu savollarni men bir oy burun hozirlagan savol bo'lg'achqa, men bir haftadan oyog'i Surgun hukumatniki men chaqirib bilan nurg'un narsa o'zgarib ketdi. O'zgarib ketdi hamda. Shu 14 tashkilot chiqib, nima uchun menda deb o'zim qattiq bir kirish boqay degandim-ku bu narsaga. Chunki bu mening sizning ishingiz emas, millatning ishi. Albatta. Qiyinchiligimiz bo'lmasa, vatan Xitoy tajovuzlaridan mustamlik qilib, biz sarson sargarda bo'lmasak, nari biz bu yerda shu tashkilot quramiz, vatan millat da'vosi qilamiz deymizki, vatanimiz tinch bo'lib, o'zimizni qo'lda qolib qolsa, men o'zimdagi vatanimiz yashaymiz. Bu sarson sargarda hammiz joq to'ydik. Vatanni sevgandik, vatanga qaytqimiz bor. Yani o imkoniyat bo'lmagandan keyin vatan sirti qurgan tashkilotda vatanni qutqizmayman deb gapni qilgan bo'lgandan keyin ashundan mas'uliyatdan majburdan chiqish kerak. Xalqni tashkilot atrofida uyushtirish kerak. Tashkilot bilan xalq o'tirish munosabatmi, men suv bilan biliq o'tirish nimasiga solishtirman. Suv xalq biliq bir tashkilot bo'lgan gapda bu bir-birini ayrilib qolib qolsa, xalq yashayverdi, dengiz yashab suv etib bo'ladi, lekin biliq yashamaydigan gap. Chunki biliq yashash uchun xalq o tashkilot atrofida jug'ilish kerak, lekin tashkilot xalqni yetaklay kerak. Ham dunyodagi qurilgan tashkilotga qarab baksak, hech sanspir bo'yicha bir statistika qilib baksak, qurilgan tashkilotlarning atrofida uyushgan odam 1% emas, 0.001% to'g'ri kelmaydi ekancha. Bu nimadan bo'ladi? Buni chuqur bor. Shunaqa emasmanda. Mushtaq narsalarni bir analiz qilish orqali xalq bilan tashkilotlar o'tirishga munosabatni yaxshilash. Qanday qilsak, tashkilotimizni jonlantira olamiz, bu jonlansa xalq ehtiyojimiz bor. Xalqni qanday texnik bir uyg'una oladi deb mushtan o'ylab, men 14 tashkilot haqida bir nima qilib qo'ysam, endi boshqa cho'p ketganidan keyin endi Surgun hukumat bo'lsa, sizlar biz olgan dishtiqqa bir nuqtaninkini. Boshqa bir munbar hosil qilib, yaxshi epga taraf qilib qolsa, bu bizning keyingi g'alabamiz, yaxshi bir qadamdan boshlanish deb qarayman. Doim bo'lsa, işte bu ketdi. Bunda chechilan holatdan birlik holatga kelganimiz bizning chiq yaxshi. Unda bugungi suhbatimiz mishada bo'lsin. Men o suhbatlar inkasdan o'qib bir yil savol tayyorlab qo'ray. Uni bir qilib boqaylik. Ikkinchisi, Abdulla Oyib bir yozma yozdi. Savol deb uni bir necha savollarni o'tirib qo'yapti. Endi Abdulla Oyibning savol to'g'risida men bir narsa yozaymi deb o'ylab baqsam, ba'zi savollarga javob bera olmaydi ekanman. Ba'zi siyosat haqidagi narsalarga men javob bera olmaydi ekanman. Chunki o'zim dansimsam bo'lmaydi-da. Shunga endi buning kim bo'lsa bir Abdullani ko'rishib boqay. Bo'lsa bir ekranga chiqib, qat'iy shaxsiyat kirib, bir-biriga haqorat qilgan asosda emas. Abdulla bir narsani yezib o'zi o'ylagan nuqtada shundaqmi? Sizmi yoki hukumatdan bilan biroz chiqib, chiroyli shaklda paranglashib, xalqni qoyil qilgan bo'lgandan keyin illoki buni deganingga agash, bana deganingga agashmagan emas. O'ttirxal bir yo'l tutgan asosda ilmiy shaklda bir munozaralar ham deb ahvol bo'landi bo'lmamdi, buni ham kuchab boqay. Agar chiqmaydigan nima to'g'riliq yezibdi? Tema nima? Onda 10 necha savol bor, yil jiq savollar borchi, o savollarniki. Ya'ni ma'lum Salih Xudoyorlarning ma'lum Surgun hukumatning hozir shuni qarshiroq bir savollarda hamda qarang, u o'zidagi bir ko'z qarashida asos qilib yozibdi savollar. Qarang. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Yani
Salih Xudoyevning bu qitimqi harakatida kechikib qapti savolga. Asli baldur so'rusi bo'ladi. Ish tugidi. 60 tashkilot imzo qo'yib bo'ldi. Bu Amerika kongressiga kirdi. Kirgandan keyin Sharq Turkistonliklarning bu ovozi kirdi. Iliq biz 10 ming imzoni yig'ib bo'lgandan keyin menga uni buni deb töhmat atgandek bir ishchi bu. 10 ming imzoni yig'ib bo'ldik. Atni olgan Üsküdarga ketib bo'ldi deydi turklar. Yani bu Salihmi atni oldi, Üsküdarga ketib bo'ldi. Endi uni savol so'ramsiz, o'zingizni parchalab olamsiz, foydasi yo'q. Bundan keyin unday ishlar kelganda balduroq baldur so'rash kerak-da. Bu hozir tugidi ish. Salih Xudoyev uni akirdim, bank qo'yib bersanglar, har yili bir qitim qilish kerak unda ishni. Har yili. Har yili o'xshash kunda birinchi savol deydi, imzoning hech nima foydasi, imzo qilgan nima foydasi bor degandek, menda savollarni so'rab tikanda, endi hozir 60 tashkilotdan imzo qo'yganlar buganladik-da endi. Salih Xudoyev deydi-ku, nim bilan strategiyachilar buga inglizcha nimasiga 60 ta ortiq tashkilot imzo qo'yib bo'ldi deydi. 60 deb to'g'ri anglagan bo'lsam, 60 emas bo'lsa. Shuning uchun ham u nima qildi? Eng oxirgi mashinasiga bir xulosa bor, o'zim yozdim qanday shuni o'qib o'tay, ana suhbat to'xtamdi. Xo'sh. Uyg'ur Sharq Turkiston nomida harakat qilayotgan har qanday bir shaxs va tashkilot o'zining millat oldidagi zimmasiga tushgan mas'uliyatidan va majburiyatidan xalqqa samimiylik bilan hisob beradigan ong shakllangan vaqtda Sharq Turkiston mustaqilligimizni asli keltirish harakatimizda cho'ng ilgirlash bo'lgan bo'ladi. Afsus, bundaq ong yetiklamak bek tas o'xshaydi. Ammo xalq hargiz umidsizlanmay, tashkilot rahbarlaridan ularning millat oldidagi mas'uliyatidan davomli hisob berishga qistash orqali savollarni so'rab, o'zimizning uyg'oqligini ularning samiga silib turishimiz kerak. Xuddi Cherchill aytgandek, razillar shuning uchun kuchayaydiki, ularning rostilla kuchlik bo'lganligidan emas, balki yaxshi odamlarning dasturib qarash tura olmaganligidan kuchaydi degandek bo'layotdi. Diasporada tashkilot qurmoq bek oson. Eng oz bo'lganda bir odam, ikki odam bilan bir tashkilot qurib chiqil bo'ldi. Shunga bir tashkilotdan huquq tegmaganlar yana bir tashkilot qurib huquq tutib millatni ko'ldirib yuribasma, xalq buni sukut qilib beparvolik qilib yuribotdi. Buni sukut qilish millat oldidagi mas'uliyatdan qochqonlik bo'ldi. Biz ulardan savol so'rab millatga javob berishga qistaydigan bir ong shakllanganda ularni xalqdan yiqadigan bo'ldi. Bu millatning egisi bor ekan deb o'zining haddini bildigan bo'ldi. Men bundan keyin davomli yana boshqa tashkilot rahbarlariga ochiq xat yozib, ularning millat oldidagi mas'uliyatini javob berishga majburlayman. Bu millat yolg'iz tashkilot qurganligini emas, balki hammamizniki. Suhbat tugidi, amsa men o savollarni bir ratlab baqay, ratlab sizga bir avatda ya to'g'ri e'lon qilay. Agar uningga javob beradigan tegishli savollar bo'lib qolib qolsa, uning ayrim bir programma qilamiz. Vaqtingiz yor berib qolib qolsa. Endi xalq so'raganiga javob bermasak, savoldan qochqon bo'lib qolamiz. Men o inkos hamma o'qib bo'lmadim, yomon chiqqan inkos chiqib ketibdi, bir ratlab chiqay. Bo'lamdi? Bo'ldi. Hurmatli qarindoshlar, bugungi suhbat mishagicha bo'ldi. Suhbatlarda mening tunji qatim bilan naq maydon suhbat qilishim qandaroq bo'ldi? Endi qolgan o'zinglar ko'rdinglar, taklif fikringlar bo'lsa, ba'sanglar anglasak bo'ladi. Umid Musaboyev efendim ko'p rahmat, vaqtini chiqarib bu suhbat qatnashib berdi. Bundan keyingi yana asosiy gaplarni texnik ko'p odamlarga savollarni qo'yish orqali suhbatga chaqirib, o'zaro fikr almashtirish maqsadimiz shu, xalqqa bir tushuncha berish. Hammaga ko'pdan ko'p rahmat. İnkasını qapqa sualımı qas inkas rayonlarga yozib qo'yinglar. Taklif fikrimni qapqa yozsanglar bo'ldi. Rahmat sizga, rahmat ko'pchilik anglab. Sizga ko'p rahmat. Taqdim qo'yinglar bizga. Allohga. Alloh